Assalamu alaykum dünyanın arkadaşlar. Yaşayotgan aziz vatandaşlar, hammalarga fidoyi do'stlar, Ahmad Qashqaridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Xush keldinglar. Bugun falsafa fanlari doktori Mehmet bin Ali Abaning taqdim qilishida 3 g'ayvatdan 3 hikmat nomli bir leksiyani diqqatinglar sunamiz. Ekranimizda Mehmet bin Ali Aban. Assalomu alaykum. Ko'p rahmat Ahmadjon. Bugun kutmagan yerdan 3 g'ayvat bilan kelib qoldim. Asli g'ayvat qilish meningki odatimda yo'q, bir ilm egisida qilib yurgan ish emasda. Ammo biz g'ayvat degandan ko'ra mening hayot haqida olgan tajribalarim, anglaganlarim, ko'rganlarim, his qilganlarimni bugun mushadiki ko'rurmanlar bilan bir o'rtaqlashish zaruriyatini his qildim. Shuning uchun men oldindan bu metod to'g'risida ozroq to'xtalib qo'ygan. Nima demoqchi bo'lganman? Zat nima uchun bugun shu ekran oldidagi qarindoshlarimiz mening bu g'ayvatlarimga quloq solish kerak, bu narsani aniqlaydilar. Birinchisi bu g'ayvatningki nimasi, aniqlamasi. Buni berib o'tish kerak. G'ayvatningki men aniqlamasini bu islom dinimizda bor buni jiq deyilgan gap. Men bu boshqa lug'atlarga qarab baxtim. Lug'atlarga qarasam, g'ayvatni odatda boshqalarningki shaxsiy turmushi haqidagi ishlarni boshqalarga deb yurish qilmishini ko'rsatadi deb tomtaqla debdi. Albatta men bugun haqiqatan o'zim anglagan va o'zimni beshini o'tgan o'zim anglagan kishilarningki menga deganlari va mening u kishilarningki boshqalar deganlarini anglaganlarim bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu jihatda albatta vaqtida g'ayvatningki bu aniqlamasiga tushidi bu. İkincisi g'ayvat deganninki endi bu lug'atda yo'q ma'nosini meningki qapqan nimam nuqtam g'ayvat qilinguncha shu naq maydonda bo'lmaydi. Ammo bugun men da'vatgan odamning ko'p qismi bu yerda yo'q asosan. Men demoqchi uch g'ayvatninki aloqador odamninki asosan yo'q bu yerda. Ammo bu yerda faqat men borda. O'zim deyman, o'zim kelgan yeri kelgan vaqtida. Ama üçüncüsü hem de benim bu yerdeki maksadım hiç zaman bir adamınki yoki mushu g'ayvatning obyektlarınınki işlerini bu yerde sazaya qilish ve şarmasar qilish emas maksadım. Fakat bugün men ko'rurmanlarga bu hikoyalarni deyish orqali o'zimning o'ylaganlarini o'tirib qo'yma. Qoyil qilish uyammi yo'q. Ko'rurmanlarningki kallasini o'zgartirish uyam texim yo'q. Hargınlık bir buludu iken bu özgertimiz desek, öyle bir hikayeler özgertimiz desek. Ben ondan aslında ne için bu g'ayvatlarni demekçi diye vaktimde fakat bir nokta yani Uygurlarınki tefekkürde hikaye arkalık hikmet sözler kadimden tartib olup gelgen. Ben ilgili nezriye sözler, nezriyege misal g'ayvatla katattım, misal ya g'ayvatte. Ama hazır hem de ben nezriye sözlemey, ben aşı hikayenin özünü değil, anadaki şunu diken körünmenler özüge xalığan yerden üzüp ilip özüge bir hikmetini qabul qilib alsın demekçi. Qabul qılamdı qılmamdı men bularning hammasini körünmenlerinki erkiga qo'yib ber. İkinci metod, çoğun metod hikayenin içinde hikaye var. Men bir hikayeni degan vaqtimda asosan bir kategoriya içinde mangdı, ama onun içinde men yana bir 3 qisqa hikayeni qetib mangaman. Shuning bilan bu yerda bir temaga yoki bir kategoriyaga oid bir ikki hikaye yoki g'ayvat bo'ladi, g'ayvatning ichida g'ayvat bo'ladi. Anadaki bunu men qisqacha analiz qilaman, ana buni yakunda chiqarib, o'zimninki qarshi bo'ldiki yakunda chiqaraman. Buningki eng oxirgi va eng yuksak yakun chiqarish qismini yana ko'rganlarni qoldirman, xalq qoldirman. Unda bo'lsa men bugun hayotimda men beshimdan o'tgan va boshqalardan o'zim anglagan ishonchli g'ayvat sifatida anglagan 3 cho'ng temaga g'ayvatning yo'lidan kirar. Bunun içindeki birincisi kilay, birinci g'ayvat. O men xalığınımçı yazay, qalğında siz özgerdim degan qismi. Bu bu yana bir bet, bunun bu metodlarni deyish bo'ldi. Endi bunun aqski bet. Shunun aqski bet ham shu. Xo'sh. Bu g'ayvat nerede bo'lgan mening beshimdan bevosita o'tgan ish. Men xalq nashriyatida 6 yildan ortiqroq tahrir bo'ldim. O tahrirlash jarayonida dastlabida biz oliy maktabni bitirgandan keyin
ki yeni tahrirler bulaş vaktimizde bizge imlani bek qattiq o'rgatdi shu chog'da. Biz zavodlarga berib, shu bet yasagan yerligi berib, boshqalardan Uyg'ur tilininki o'lchamlik imlosi bo'yicha asarlarninki korrektorlikni qilish. Korrektor degan nima degan gap desa, tuzitish, imloda xato bo'lgan yerlarni tuzitishdan iborat. Mana shunda intayin zerikishlik, ammo intayin ketisda muhim bir ishni qildim. Xo'sh. Buni men 4 oy qildim. Bunu biz şu intayin keç gündüz degandek bazı jurnallar batı keçisini çıkırdıgan mesela 20 aylık sohbet degen jurnalda azrak işildim. Bu korrektörlük degendim, yani imla degendim dey. O bazı keç gündüz 15 gün içinde bir çıkırdıgan jurnal olgan degen keç gündüz işlep ketettik. Aş vakitning o'zida 4 ay içinde men bütün imla bilan bo'lib hatta ki şunda hiç bitmenken ki keyin ben aşı sırtdaki adamlık gap qilsimi aşı sözlükki imla qoidasiga to'g'ri so'zlayotgan so'zlamayotganligiga qadar diqqat qilgan bir şekilde. Nervini resmi optida. Aşı kirishib qilish bir xil azroq bir xil neuroz deymiz, ma kasallik nimizda. Yenik darajada ketgan gapda. Shuning bilan dastlabida men bir odatdagi bir tahrir chaqlab ba'zi asarlar kelsa shuni o'qiydigan bo'ldim qatorliqlar. Andan men keyin adabiy ijodiyat bo'limida ishladim, nurg'unlagan yozuvchilar, shoirlar, adabiy tanqidchilar degandek odamlar bilan 20 necha yosh vaqtlarimda, 23-24 yosh vaqtlarimda tanishishga boshladim. Shu jarayonda mening oldimga nurg'unlagan qo'lyozmalar keladi. Bu qo'lyozmalarni men ko'rish jarayonida imloga asosan diqqat qilmaydiganligini his qildim. Shu chog'da imlo ta'kidlanadi, shu 90-yillarning o'ttirlari. Ammo nurg'unlagan dangliq degan yozuvchilarimizdan hech qaysi imloga diqqat qilmaydi ekanda. Oxirisi bo'lolmay, ismini atamay bir yozuvchiga hurmatga sazovor bir yozuvchiga siz shu asringizningki bir imlosini bir tuzitib bir akib bersangiz bo'lmamdi bizga desam, mushkatni qilgan menga. Men xoliqning jazay qog'inni siz o'zgartding, siz nima ish qilasiz degan menga. Men kichik Uyg'urlarning urf-odatida cho'nglarga gap yondirmaslik kerak, cho'nglar nima desa boshiga ish kerak degandek mushkil parhiz muhitda cho'ng'alligim uchun birinchisiga gap qilmadim yoki uning nomini bek cho'nglikdan emindim gap qilmadim. Ama bu birincisi gap qilmasam ikkinchisi chiqdi, ikkinchisi gap qilmasam uchinchisi chiqdi. Asosan imloga diqqat qilmaydigan bir ahvolni his qildim. So'ngan oxirisi men shunday bir kelgan vaqtida dedim men bu chil Uyg'ur tili, bu yeziq Uyg'ur yeziqi. Bu yeziqda siz mushu o'zingizningki yeziqiga bir hurmat qilgan shaklda mushu yeziqingizni bir o'lchamlik imlo bilan bir o'lchamga tushsak bo'lmam demimiz. Mush o'rgansangiz bo'lmamdi bo'lsa, mening vaqtim yo'q buni dedi. Shuning bilan men endi o'chaqda nomim yo'q. Odatdagi bir tahrirningmi, bir tayyorlikmi bir nimam yo'q deb 2-3 yil shunday ishlab ketdim. Shuning bilan chet elga chiqdim. Falsafa o'qib ketdik. U tayyorlik degan gaplar qoldi hayotimizda. Keyin men Uyg'urlarga qaytib kelib 10 yildak ağırlık o'qidim. 10 yildan keyin bizningki Uyg'ur qarindoshlarimizning orasiga qaytib kelgandan keyin diqqat qildimki, ham shuni azob bilan bayqadimki, asosan hech qaysi Uyg'ur o'zimizningki haqiqiy imlo qoidamiz bo'yicha bir narsani yozmaydi ekan. Albatta, Uyg'urlarning imlo qoidasi necha qatim o'zgardi. Hozircha 10 qatim o'zgarib bo'ldimki, mening o'rganganim shu 90-yillar oxirisi shu yerda qolib qolganda mening imlosimda. Albatta, uningdagi yamanchiq o'zgarishlar bo'libdi, lekin uni yetishamadim, chunki o'qishdan bo'lib ketdim. Ammo uningdagi men chet elga chiqqan vaqtimda hech qaysi bir Uyg'urningki, asosan ko'p qism Uyg'urlarningki yozgan Uyg'ur tilida yozgan asarlar bo'lsin, mayli to'g'rilarda bo'lsin. Keyin men kirishib bir mezgil qatnashgan Facebook'dagi Uyg'ur yozish bo'lsa, ko'p qismida degidek imloda xili ig'ir masalalarni bog'liqini bayqadim. Ana texdim mas'ullik bir yeri. Odatda biz mesela ingliz tilida deydi, ingliz tilida bir til peshni xato qo'yg'izmaydi. Sözden hatalı qabul qilib maqol qabul qildigan yerdagi shart maqol qabul qildigan vaqtda bir tal peshni qilib qolsa, peshni qo'yanmaganda nima qilib buni avatsa degan ses ketdi men anglagan.
Özüm de anlamış gapni. İngilizler bu kadar çın turdu. Hem de Türkler keleyli. Türkler da. Hoş. Hem de bu bizdeki özümüzün imlasıga ruayı kılmagan Uygur kıyırındaşlarımız başkalarınınki çılınınki eliqe yazılgan imlasıga dikkat kılma şu kahramanlık yaşamdaki desem onda emasken. Ular u kadar estağfurullah bilen başka bir tilde yazsa keç gündüz lügat görüp peş çekitten tartıp ta ki sözden tartıp cümleden tartıp ta ki yazılatkan dersin bütkül kurulmasıqça peşanesinden ter akıç işleydi ki. Ama kaçanı ki Uygurçağı kelse xuddi bu başkalarının tilidek. O başkalardan eliqe bu bir rezgi tildek. Bu bir tüven orundaki tildek. Buna imlası ünlüşüne ehmiyet yok tek. Hacit yok tek. Hacit yok tek. Bunda muamele oldu ki. Anandın ki yani şundan neslini bayqadım ki çetelde bazılarga bir imla to'g'ri so'zlasak bu mening imlasım hozirgi imla xato deydi ekan. Xo'sh, men bilmayman uni xatoligini. Mush tavush ojizlik jihatda nurg'un xatolik bor. Buningda bizning tilshunoslarimizni, til tadqiqotchilarimizning, yana boshqalarimizning nurg'unlagan nimamiz bo'lishi kerak mas'uliyatini. Bu turibdi so'z. Ammo biz yüzümüzdeki mesela şu bir ölçemge keliş noktası elip ettiği vaxtıda bu ölçemge kemmisek kalayım kançık çıkarttı. Elimi çıkmadı. Bu çilimizden imlası bir yerge kemme durup bu çilimiz hazır bana yok oluşu yüzümadı. Bu pek geçin iş bu. Hem de ben bulan deyiş arkalık neymi demekti? Ben bulan deyiş arkalık bir millette bir ölçeminin buluşunun zorluğu ve bu ölçem bekitilgen işken bu ölçemge hem adamның boysunışı kerakligini o'ttirib qo'ymoqchi. Yani ben bir meskerlik bir misal alayım. Biz vatanda bu bevosita beshimlikka o'tkazgan ish. Men ta'rimlash yo'lini ishlayotgan vaqtimda psixologiyani qalbologiya deb biz tarjima qilib ketdik. Men dedim bu psixologiya degan so'zni biz tarjima qilib bo'ldik. Bu so'z mushbiti umumlashdi. Bu so'z mushbiti imloga kirdi. Bu söz müşbeti nurgulluğun kesbi ve tekniki lügatlerden orun ep oldu. Hemmeden bu ummuş bulayı devatkan başında sözünü almasırıp oynaşan neyme haceti var. Mesela bu Uygurca mesma. Yani şu Uygurcaydı. Uygurca olsa yaxşı buladı. Lekin psixologiya bizge kirgen vaqtda şu Uygurca aklımız yetmegenlik üçün biz psixologiya degan tigi gerekçi olgan ma sözünü ilip İngilizceden elib qabul qilib ishiltyapmiz. Bir obda ishiltyapmiz. Psixologiya deganning so'zning maqsadi hamma odam aloqalasha oladigan bir o'rtaq ma'niga yuklangan bo'lsinlar. Bir qaymoq bo'lmasa yoki xatolik kelib chiqmasinlar bo'ladi bu dedim. Ama unumada hattoki birisi bir tarjimada bir so'zni mening kitilmaganligimda men bu e'lon qilmaymisinnikida deb aytdi. Bu kadar qahramonlik bor. Xo'sh. Hem de ben bu yerde imla arkalık men bir millette ölçemdeki nim için intihar mühim olduğunluk doğrusu toxtalmakçı. Hem de ben bunu çinimizdeki bu ölçemni en ahirisi ben yana bir nişanға yötkümekçi. Yani kahramanlık bilen hainlikning ölçümü qanday bulaş gerek? Bu sizin sualınız ötkende bana koyuyor. Ben Ürümçide işleyotgan vaqtimda nurgulluğun ulug' ziyolilarni ko'rdim. Arlaştım, sözleşip baktım. Hoş. Ama köp kısmınınki bir yerden açsam bir Xitayga bo'lgan bir aşıqlık yoki onundan qo'rqash yoki o'zining millatini kamsitish yoki o'zining millatiga ishonmaslik degandek bir narsani bayqadim. Hatto tarixiy shaxsga kirsak, texdim ig'ir jangi jidal va urush jidallar bo'ldi. Masalan biz o'xshash bir davrda yashayotgan bir neçə şairlarını bilimiz. Hoş. Bu şairlarınki Xitaylığa ben bunu Uygurlar psikolojik uçuşu kitabı yazdım. Ben bu doğru toxtalmay. Bu şairlarınki ortak halda hatta hiç kim hatta Xitayning özümü minisiga miltiq tanlab turmagan ahvol ostida Xitayninki bizni qirg'an rahbar bo'lgan Mao'zini kuyligini o'ylasa odamninki akli tan qaladı.
hozirgidek mushunda qirg'inchilik uchrayotgan vaqtimizda orqamizga o'rilib boshlarni yozganlarini o'qisak ichimizdan qon ketadi. Ammo shular yili ham to'rlardan qalbimizdan to'rdan o'rin bilib ulug' odamlarimiz deb ulug'lanadi. Ammo o'xshash bir jamiyat yashagan, Xitoyga qarshi turgan, bir umr turmada o'tgan, bola chaqalar xoni bayram bo'lgan, hatto oxirsida o'zini o'ldirilish majbur yoki o'ldirish majbur bo'lgan odamlarimiz yo'q degan vaqtda salqin va eranishmagan bir shaklda tilga ilinadi. Masalan, Abdulaziz Maqsum, Abduqodir Domillamning o'g'li. Hayoti bo'yi yanmagan odam. Onun bilan o'rtaq davrdoshlar kimlar? Sayfiddinlar o'rtaq davrda yashaganlar. Yani bir türküm ben namını atmay asasen hem bir şairli bahçede. Hem biz şu şiirini yazdık ki şu bir adam yazmadı. Hem de bir kahraman da kimle deyiş gerek bir şeyde? Kahramanlık ölçümünün bulaş gerek. Bu millette eğer Abdulaziz Maqsum kötürelmese, o kahraman da qaralmasa, başka şairler kahraman da qaralsa, hatta Lutfullah Mutallik o'xshash Jungo ilim deganda she'rni yozgan odam qahramon bo'lsa, uning masalan bunda bir ish bor-da Uyg'urlar ziyolilarida. Ba'zilari hayotida nurg'unlagan xatolik qilgandan keyin hayotining oxirisida pushaymon qiladi. Ba'zilari pushaymon qilmay o'tib ketadi. Ya'ni o'zining nima ish qilganligini bilolmay, bir xil kallasi mas'ullikda, siyosiy mas'ullikda deb ketadi ba'zilari. Endi biz Lutfullah Mutallikning yillarga javob degan she'ridan huzurlangan vaqtimizda uni Uyg'ur she'riyatininki sargardalarining birisi deb qaraymiz. Ammo uni boshqa she'rlari qarsoqchi degan vaqtda tilimiz tutilib qoladi. Qanday qilishimiz kerak? Bu davr shunday. Yo'q, endi yezib sapdi. Xo'sh, nemish Abdulaziz Maqsum yezib sanmaydi? Nemish bir odam hayoti bo'yi bir e'tiqoddan bir siyasi aqidadan başına axir yanmaydı ki, başkalar nima uchun yanganligini biz kechiramiz. Hatta ama yanmaganda nima uchun ko'tarmaymiz mesela. Bizninki 20 asrdagi eng cho'ng tragediyamizdan birisi o'lchamning bo'lmasligi. Kimni qanday o'lchashni bilmaslik. Bir o'lcham bo'lmagan. Vatan uchun o'zini atagan, hech zaman taymagan odamningla biz qahramon deyishimiz kerak. Bo'lmasa, o'rtaq jamiyatda ikki adam chiqqan bo'lsa, ikkili adamda tanlash bo'ladi bu yerda. Chunki bizningki masalan Lutfullah Mutallik turibdi, Alqa Maqtam bilan masalan nimani selishtirib baqilibasda. Abdulaziz Maqsumni. Her şeyden agar mavzuni, partiyani, ulug' Xitoy xalqini maqtagan bo'lsa, her şeyga amal bordi. Bir maqtadi, o'sdi, bir maqtamadi o'ldirildi. Qaysi qahramon bo'ldi? Mayli o Alqa Maqtam menga tonlab emas, milyonlagan she'rni yezib bersin. Qaysi qahramon bo'lish kerak? Haqiqatda qo'rqinchli misol berayim ben. İkinci misol. Qashqardagi Mahmudjon, men Uyg'urlarni qutqizib qoldim. Qashqardagi bolalar sizlar ehtimol Qashqa jamoat xavfsizlik boshqarmasininki ayni vaqtdagi boshlig'i Mahmudjon degan bir odamni anglagan bo'lishinglar mumkin. Xo'sh. Bu uçuğu çıkan kallı keser bu. Mening bahasim bu. Ama ben xeyli obdan tanıyım bu adamı. Biz 90 yılının başlarında Qashqarda o'qiyotgan vaqtimizda bir chaqda tuyuqsiz bu Mahmudjonninki haqida bir tafsili bir xabar chiqib qoldi Qashqar gazetiga. 92 miki ism yo'q, 93 miki shu o'qish bitirishning oxirgi yillarida. Buningda Mahmudjonninki şu Sharqi Turkiston bölgünçü guruhlarni qanchalik ustulik bilan pash qilganligiga oid nurg'unlagan pakitlik maqola edi bu. Bu intayin ko'tarib buni bir xalq qahramoni qilib o'tirib chiqargan edi. Ama bu Mahmudjon Uyg'urlarning ichidan chiqqan bir yeri qozoqninki, Uyg'urlarning ichidan chiqqan kam ko'riladigan talantli bir josusdir. O hakikaten Janubdagi 3 viloyat bir oblast degan ayni vaqtda Xitoyning o'sha sistem ma'mur sistemadagi barliq jinoyat ishlar jumladan Sharq Turkistonninki guruhlari deb qaralgan Xitoyninki
Türlü ihtimallıkla kaçıp qutulğunmaydigan meselelerden saqlanıp bulunmadığımız. Xeyriyet, hörmetli doktor Mehmet Ali efendim, aş Mahmudcan'ın hikayesinden başlap devam qilgan bolsak, marhamat. Oldu. Ama yana üzülü gitip kalsam dep bu ya senin söze verme tamam karar. Ben deral dedim zaten. Oldu. Mahmudcan'ın hikayesi kaytar yana. Mahmudcan özü aynı vakitte O üveni boldu. Fakat aşı ahırki Qashqardagi bolalar onun asli mahiyetinden qayta to'nig'andan keyin Xitoy pushaymon qildi degandan boshlab uzildi hisobda. İş izleri ilan qilindi. 92-93 isimli tazı qanmaptı. Tepsile yazılgan. Bizden balla yatakta okuduk onu. Hoş. Biz meta to'liq o'qib ketmaydik bu adam o çağda. Ürümçek ketdi bu adam. Çünkü Xitoy aynı vaqtda buni xata maqtab sağanligini hem bu maqtashning ichida bunun qilgan barliq Uyg'urlarni bastirish qilmishlarining hammani xalqqa oshkorlab sağanligini bilib qoldi. Shuning bilan bu yerda jiddiy bir harakat qo'zg'alib, Mahmudjon Urumchiga yetkilib, jamoat xavfsizligi nazoratininki muavin nozirmi shunaqa bir huquq bilan Urumchiga yetkazganini anglagandik biz. Keyin men Urumchiga xizmatga chiqdim. Urumchiga xizmat chiqqan vaqtda Mahmudjonninki bir hikoyasini yoki bir hikoyasininki asosiy bir variant, buni bir necha varianti bor bu hikoyaning, ama mening anglaganimda shu bir variantini men chiqadimdan o'xshash gap anglab ketgandan keyin bu ish shundoq bo'pti ekan deb o'yladim. Ham bu qanday voqea degan vaqtda Mahmudjon Urumchiga chiqqandan keyin shu albatta u qinoatlik nimalar bilan endi bu insonda boshqalarni aralashib bakılıp yürüyürken bir güne bu konsul koçusideki bir şu vakitte küçük bir qavaxanlı bulunduğun 90 yıl 95 mi 96 mı şu çağda. Şu bir harak sorununa dahil bulundu ki u yerda bir 7-8'lik adam var ki. O harak sorununki saqisi bu Mahmudjon ki. Şunun bilan Mahmudjon hammalarga shu bir romkadan aroqni aylantirib kelib, bizningki marhum Asqar Husayn deydigan bir o'qituvchimiz bor. Bu talantli bir g'azalchi. Bu o'qituvchimiz bizga Navoiyni o'tgan, ajoyib esil dars o'tgan o'qituvchimiz. Anadan keyin Uyg'ur klassik adabiyot tizisi degan bir cho'ng bir mufassal bir klassik adabiyot bir tizisini tuzgan bir o'qituvchimiz. Pensiyaga chiqib Urumchiga ketgan. Şu adam kelibdi-da, şu Asqar müəllimga o haraqni sungan vaqtida Asqar müəllim qopab, "Men bu haraqni içemeymen" depdi Mahmudjonga. Mahmudjon, siz başqa yer işsiz ecep bir yer içmeysiz degan vaqtda Asqar müəllim deydi ekan. Başqa yer içidiganim haraq, ama bugun men içirmem haraq emas. Desa, "Voy bu haraq emas, nim bu?" desa, "Bu qon bu, men qon içmeymen" deydi ekan. Şunun bilan Mahmudjon aqsiga yenib chiqib ketib, birdamlikning esiga kelib deydi ekan. "Sizlar meni tushunmaysizlar, amaliyotda men Uyg'urlarni qutqizib qolgan" deydi ekan. Bu gap anchadan chiqdi. Ya'ni Mahmudjon men Uyg'urlarni qutqizib qoldim degan gapni shu yerda deydi ekan. Degandan keyin u yerdagi bir kichik bir quloq kesmak biz qopab, "Qanday qutqizib qoldingiz? Siz kimni qutqizib qoldingiz siz Mahmudjon aka?" deydi. Agar men ba'zi tashkilotlardagilarni oldin ola xabar qilib, ularningki xato yo'ldan menishini to'smagan bo'lsam, buningdan jiq qurbonlik beradi Uyg'urlar. Uyg'urlar mening uchun, meni bugungidek demay, men uchun asli heykel qatırış kerak deydi. Bu acep müstakillik davası qilsa Xitoy qiradigan sebep bo'ladi degan fikrlar o'xshashgan. Bu shunday bo'ladi. Endi men shu ishga shuni analiz qilib boshlab, bu gapni biz bolalar bilan munozara qilishdik. Bir turkum bolalar bilan biz ikki bo'lindik. Biz dedik, bu gapini o'ylig'i bunday qildi. Bu gapini biz sotga tortib kelgusida. Sotda degizib turib dargasımız bunu deyimiz, bir kısmımız. Bunu da ben bak. Yani birisimiz dep nimdeydi o diye vakta bunun kallısına tapanç tanıtıp işitilgen adam bu.
Şunun işini Uyghur asıl yaxşı qılaldı. Bu onu qılmasa başqa birisi qıldı. Xitay bərabər bununsiz bizni qırmamdı deydi. Hazır bo'lib atgan gapninki, yana bir xil variant hozir. Ya bu deymiz, bu qilmasa, bu bizni qirmasa, yana biz sizlarni qira olaydi Xitoy. Xitoyni bizni qirishi zada bir kun tartibga ishdi bu. Faqat amtahini ya samtahini ishlatgandan cho'ng bir farqi yo'q bizga deydi. Xo'sh, agar uning farqi bo'lmasa deymizda biz. Agar uni endi o'zimning gapi kelaydi. Bu vaqtdagi munozirani qo'yib turay. O'zimning gapi kelay. Agar Mahmudjonning ishini surishtirsak, u vaqtda Uyg'urda qahramon bilan xoinning farqi qolmaydi. Nima uchun? Chunki xoinlik qilgan odamlarni deydi o'xshash ketmaydi. Men buni qilmasam baribir Xitoy qiribdi bizni. Unda bo'lsa diğer gap nima degan vaqtda gap shu bo'ladi. Sen nima ish qilding bunda bo'lsa? Sen nima uchun shu ishni qilasan? Birisi bu ishni tanlaysa, ikkinchisi nima uchun bu ishni qilasan? Bilib ekansa Xitoyning qirdiganligini. Nima uchun yordam bersa Xitoyga? Biz bir mustamlika tushgan bir millat bo'lishimiz bilan bizni qirayotganlarga qaysi xil shaklda o'zining roziligi bilan hatto kallanga tapancha tanglab turgan vaqtimi o'zingni o'ldirilish qo'lga keladi. Masalan, islom dinini cheklasakmi, ma'qul. Uni chiqitishmi qo'lga keladi shu vaqtning o'zida. Yoki uni qilmasga turib tursa, ma'qul kirib qolding deydi, bilmay. Uni kirgandan keyin sen bilmayan kirib qolmaysan. Uni ichiga kirsang, nima ish qilganligingni bilasan. Uyg'urning qo'li bilan Uyg'urning qilganligini bilasan. Ama sen nima ish qilsan, seningki shaxsiy mas'uliyating nerda qoladi? Uni shaxsiy mas'uliyatdan surishtirgan vaqtimizning o'zida u chuqur mas'uliyat elish kerak. Unida qichib qutlanmaydi bu. Chunki o'zi tanlagan ish bu. Unida chiqalaydi. Unisiga nima ishqa amtahni tanlamaydi, bu tanlaydi u ishni masalan. Nima uchun Abduz Maqsim tanlamagan ishni Alqamaqdan qildi masalan. Bu ikkilisini bir tang bir yo'lda devasak bo'lmaydi ki. Unda bo'lsa Alqamaqdan bilan nimaninki Abduz Maqsim ikkisin farqi qolmasa, ikkilisi ya xoin bo'ladi ya qahramon bo'ladi. Ya ikkilisi bo'lmaydi. Oddiy bir Uyg'ur bo'ladi. Unda bo'lmaydi. O'lcham bo'lish kerak. O'lcham bo'lish kerak deydi. Ahirqida bu birinchi g'aybatni oxirlashtiray. Ikkinchi dunyo urushi oyoqlashgandan keyin Aytman deydigan shu Yahudilarninki Yevropaning har qaysi joylaridagi davlatlardan Auschwitz va boshqa joylardagi jazo lagerlariga Yahudilarni yo'tkashga yetakchi qilgan Aytman deydigan bir nimaninki bir generali bor. Natsistlarninki. Bu Aytmanni İsrailiya davlatininki maxfiy xodimlari, istixborot xodimlari buni Latin Amerikasidan yo'shirin tutib olib, oyliklar bilan olib Yerusalimga yoki Quddus sharifga olib shu yerda sud qiladi. Aytman sudi nima deydi? Aytman deydi, men faqat buyruqni ijro qildim deb o'tirib oladi. Ammo yana bir gap bor buningki. Ammo eng oxirisida men qilganlarimning hech qaysi pushaymon qilmayman deydi. Shuning bilan Yahudilarning mashhur falsafa Hannah Arendt degan rezillikning oddiyligi degan mashhur bir hukmni o'tirib qo'ydi. Bu nima degan hukm degan vaqtida men jiq ishlatib ketdim maqolalarimda. Rezil, qotil odamlar eng odatli odamlardir. U bizning tasavvurimizga allaqanday chiroydan bir xil behchilik chiqib turadigan, bag'ri tosh yoki inglizcha psychopath, ruhiy kasalliklar boshqa agressivlik qiladigan odam emas, balki bolalarni etdiganda qo'pab so'yib qo'yib, otiliq mehrini beradigan qotillardir deydi. Endi bizningki jastirimiz bu, ya bizningki bizning satqanlik bo'lsin, yoki boshqa bo'lsin, bu yerda bir Aytmandan so'raladigan bir savol bor bu yerda. Sen ayni vaqtda buni erkin tanlagan deydi. Shuning uchun masala bo'lsa deydi. Mahmudjon ham shunday erkin. Albatta, cho'ng jihatdan zo'rlanishimiz mumkin, boshqa qilishimiz mumkin. Lekin Mahmudjonni u ishni qilish zo'rmi? Chunki unda desak, Abduz Maqsimning uchun zo'rlash bor ya. Uni zo'rlangan. Nima uchun Alqamaqdan rad qilmaydi uni? Alqam Axtam emas, Alqam Axtamsimon minglagan shoirimiz bor. Asosan bir ismi saqamas. Bu Uyg'urlarning tragediyasi biz beshimizni ko'targidek odamlarningki 100 bak bo'lmasligi siyosiy jihat. Shunga ya mandat deb hisobda mandat qilib unda olmaydi.
iş unda olmaydı. İnsan siyasi cihette Uygurlarning hayat mamatı münasebetlik başta %100 sap bo'lishi kerak. Shu vaqtning o'zida bizning qahramonimiz bo'la olmaydi. Agar buning o'ddisini chiqarmasang, qahramon bo'lashga ya intilma, ya bizning zo'limiz qahramon deb seni nima qilish ko'tarishdi. U millat uni ko'tarolmaydi. Shunga oxir debim Qashqardagi Mahmudjon Uyg'urlarningki Xitoyga moslashgan qotili bo'ldi. Agar bizning kelgusi sotimiz bo'lsa, u shu xil shaklda shu xil qonuniy tartibda olib berilishi kerak deymiz. Xo'sh, birinchi g'aybatim tugadi. Hamda ikkinchi g'aybat inqilobchimi bundaq uy setib oldi ekan, ha degan. Bu g'aybat nima uchun deyiladi deganda, bu mening o'zimni beshik kelgan g'aybat bu. Men bundan 5 yillar ilgari Sidneyda bir uy setib oldim. Ilgari ijara uyda o'tirib kelayotgan. Keyin qarsak, turli sabablar bilan endi qiziqqandek bo'lib, hammadan uy yapti, bizim alamdiq degandek qilib, chiqqini o'ylab ketmadimmi? Bir uy ilib o'tirdik. Shuning bilan shu uyni ilib shu 6-7 oy o'tirayotgan bir odat gibi uy. Bazı yerlerde bir körümsüzlük, körümlüğarak adet girdim mi adet gibi uyandı. Hoş ha. Birisi ölüm pərtisi kep kaldı. O vaktin özüde bizim öyle bir ölüm boğan. Şu ölüm pərtisiga başka bir şehirden bir ayal ikkiyle bizim öyle ölüm pərtisi geldi. Ölüm pərtisi kilip çay koyup oba kılıp ende başka yerdeki kanda bilmeyme Avustralya'da kirgen vakti ma öyünü aldığını ma dediğin sual yük sorulduğu bu bir edepsiz sual. Çünkü şahsi turmuş aralıştı hem de bu. Şunundan o ayal özü zuvandaz bir ayaldı. O ayal şakkır ağzı çıktı kıldığını sordu benden. Bu öyünü setip aldığını ma dedi. Hem de ben dedim rast setip aldık bu öyünü desem. Şunundan bu ayal kopap ben sizni inqilobchi deb bilatdim. Inqilobchim uy setib oldi ekan, deydi. Shuni men turib ketib, bu nima degan gapingiz desam, chunki inqilobchilar hamma narsani inqilobga atagan bo'lishi kerakdi. Uy setib olganingiz qiziq qolibdi sizningki. Shuni bilan turib ketdim bu gapdan. Xatosi yo'q bu gapning. Hatta hicr oldum uy setib olganligimga. Shu qadar inchik o'ylamagan gapda ana. Andan ayat so'rindiki biz popap inqilobchiga uy lozim bo'ldi emasmi? Bu salada o'tiramdi bular dedi. Ammo u gapnimi ma yurtimga tekkanlikka bir malham bo'lmadi. Ha gap yurtimga tekkanlikka malham bo'lmadi. Ha gapning ochiqini o'zim tushundim, bildim. Xo'sh, endi bu yerda nima demak istaydigan vaqtda albatta uy bir insonningki vatansiz qolgan bir insonningki bo'lib vatandan iborat g'oyat zo'r bir uyini yo'qotgan bir insonningki yana bir makonni yaratish orqali o'zida bir xil vatanningki hissini asl saqlab qolishdek bir urinishningki bir xil yo'li deb qarasak bo'ladi. Ammo endi bazı çağda açık suallarını keledi çoğu adamın kalması. Yani biz millet kırılıvatqa vaktinin özü de öğülüp, isil maşin ilip, isil kiyimlen ilip, huzurlandığan, huzur halara sürdüğen yerdim oldu deyimiz. Elbette bir iki kaç boludu. İki kaç boludu. Birisi deydi o kündü jığılık ılamdı. Yani de işte könlümüzü hoş kılıp yaşımıza ədiki küreş özümüzünü sağ tutumsak olmaydı o dedi. Doğru bu gapni. Yani biz şu degan vaqtda şu desa, biz özümüzni atayanmadık bununla. Bizga nima qo'yapti? O'yin tomoshaga, uy ilishga, mashina ilishga, nayga bizga nima qo'yapti? Biz bir qirilayotgan millat. Ya qirilayotganli bo'lsa mayli-da, qirilgandimi inson qalbidan chiqqan shaklda har zar qilinib turib, u qadar dafsanlik qilinib turib qirilayotgan millat. Bizga nima qo'yapti buni deymiz endi. Ikki günimiz endi bu yerda. Xo'sh. Xo'sh, bu gapni tutib tursin, buni qaytib kelma. Yana bir misol bo'lsin.
Ben bunu ben çıkıyalı dep ketken misal bu. Bunu kısaltıp de Palavda ben Guantanamo'dan koyup verilgen 6 Uygur kırınışımıza işlevatqa vaqtda Yaponiyadan bir ayal kelip Uygurca qattiq puxta o'zi Yaponiyada tarix fanlarida doktorlik olgan, o'qishadigan bir ayal kelip bizning bu bolalarni yo'qladi, xabar ishladi, keyin nima qilganligini bilmayman. Shuningdek men bu ayolninki bu Uyg'ur bolalarni yo'qlaganligiga rahmat aytish uchun bir atganlik bir chora taklif qildim. Sözümüz Xitaycha mangdamda. Xo'sh. Shu yerda parangdan parang chiqib bu ayol bir gapni qildi. Uyg'urlar dunyoda men ko'rgan millatlar ichidagi eng chiplas millat degan gapni bilan qildi bu ayol. Ben shu yerda istixilik olda og'zimni buzibman. Sen yüksek ziyoli ekansan sen. Ben hiç qaysi Uyg'ur ziyolisi men bunda diyolmaydi dedim. Boshqa yerdan deb biqibdikanda bu. Ha, ama jiq Uyg'urlarla ko'rishgankan, jiq davlatlarga borgankan, chunki buni Uyg'urlar men endi buni men odatiy tushunamdiki desam, bu shu bizning ayni vaqtda bu 2010-yilda bo'lgan gap bu. 2010-yildagi vaqtimizda shu da'voda bo'y ko'rsatgan odamlarning asosan mendan boshqa hammasidan ko'rishib bo'lib ekan. Ham ko'rishib bo'lib emas, ularning xarakterlikcha biladi ekanda, men analiz tushunib bo'libdi ekan. Xarakteri menda bek cho'nqur tushunib ketgan bu. Çünkü bununki ilgirki yoldaş Uyg'ur bo'lish bilan bu shu qo'talliqchi berib Nurg'iyani ko'rgan ayol ekanda, bu Uyg'urlar to'g'risida bilimi zo'r ekan. Deydi bu sen o'pganni besib ol, men nima uchun Uyg'urlarni pastkash millat deganligining sababini so'ramamsan menda. Sen ne dedim, sen mening millatimni bunda desam, Xitoymi desam, boshqasimi desam, sen mening oldimga kelib, mening chayim ichib o'tirib turib, menga millatimni tillab bersang, menga xo'sh yoqmaydi bu. Men bilmayman millatimning nimalarni, ayiblarini, ammo en pastkash millat degan gibi bizning millat tushmaydi. Dal mening qarshimdagi millat tushtaslar. Buningga Xitoy tushsang bo'lasizlar. Sen to'xtab dedi. Ayni vaqtda shu vaqt Turkiyadagi gapni deb turibdi. Sizda nurg'unlagan baylar bor Turkiyada hozir dedi. Ammo bularning hammasi pulini diniy jamiyatlarga ubulg'i berdiki, hech zaman o'zining ishi hajlashni xohlamaydi bular dedi. Ya'ni boshqa nurg'unlagan baylarlar bor dedi. Hech qas badal to'lashni xohlamaydi. Bu özənin davasının pulunu işlətmək istəyir. Bunlar toy tökünge, keyif sapağa, oyun tamaşaga xərcləydi deydi. Bunundan ayanmaydı. Ben nurg'unlagan bu cəhətdəki sexi, merdane Uyg'urlarni jiq ko'rgan. Bu yerdə emas, Beyjingdə, Ürümçidə, Xotanning noyis qiz ko'rgandim dedi bu Uyg'urlarni. Amma qachoniki o'zining jonijon manfaat bo'lgan mushu ishtiringa yani o'zininki davası üçün, o'zining erkinlik üçün men pul xərclab o'zini atığan asli vasdan keçken bir Uyg'urni ko'rmadim dedi. Amaliyotda dal sen hozir hamma narsandan kechdiga vaqtda hozir. Xo'sh, sen o'zing kechmaysan bundan. Yaponiyaning oldiga berib, biz Yaponlarning Yapon hukumatine deydi. Hukumatidan sizlarningki mush ishlarga, mush ishlarni pul xərclab sizlarga yordam berishni talab qilasizlar. Yapon hükümeti ne biçim sizlerge yardım kılmakçı? Özünün milletiga pul arqılı bedel töleşini xalımıgan bir milletke Yapon hükümeti ne biçim yardım kılmakçı? Sen avval özünge bedel töleşini ügen. Anandaki başkalarını bedel töleşi yalırıp bak. Bu ikinci hikaye. Hem de bu yerdeki gibimiz ikinci gayretimizdeki kategorisi yes qildinglar ki bedel töleş. Ben öğünü aldım. Garip devletler öğünü işini bilirler. Hayatım ne bilen ödüdüm. Öğünün pul töleşler ödüdüm. Karı töleşler ödüdüm. Cemiyetten iş çıksa tesis sanayi meyli puluna. Pul yok mu? Ba. Ba. Sana kılı bulu da. Baldırım açıkanmaydı o, yalan açıkanmaydı o. Ama öğünü aldım ki acayip bir poyuzluk çıkaran ki onu da aldırak çıkıp get bulunmaydı. Ben beni ne verme? Korelista. Beni kul kılıp aladı bu. Öy, ben bütün şu bir kullukta yaşayayım. Bu hikayeni bilirsizler. Şundan, benim tümünden inkılapçılık neyagi vardı? Məlim yagi vardı. Çerçevede, aradı o. Çerçevede. Aramız, kul çıkar vaxtıda çoğun işler kul çıkıramayız.
Müteahhim çıkar mısın, sen müteahhim çıkar mısın, ben müteahhim çıkar mısın? Bu işi kim çıkardı kullandı? Vatanda bir çağda bir gap kıyğam ben, bir sorunda, müşunda, şu çağda Kaşqar'da bir davalını bakkan birisiga bir pul lazım bo'lib qolib, onun bir seferberlik qilmoqchi bo'lib, kichik davrada qildik. Shu vaqtda men kichik bir nutq so'zlab ketganman shu chaqda eski asamda. Har bir Uyg'urning yanchiqidagi pul mening pulim deb so'zlaganman shu chaqda. Bu degan gap har bir Uyg'urning yanchiqida pul bo'lsa, ash pul orqali shu o'zininki jinini jon etib keta olsa, bu biz uchun cho'ng bir qutuq bo'ladi. Agar uning xotin balları o'qib qolsa, shu xotin ballarini boshqalarga talmirkizmay, ko'chalarda tilamchilik qaldırmay, beqib ketalsa, bu mening baxtim. Chunki u ashni qilolmasa, men millatimninki bir oilasi yo'qotgan bo'laman. Degan shu joyda. Asli Uyg'urlarning yanchiqlarimiz bir-birini tutash bo'lish kerakdi. Hamda bu o kadar adli iş emas. Çünkü 97-yildagi O'rta Osiyoda yuz bergan shu Xitoyga bo'lgan qarshilik harakatlarida pul yig'ish ishlarida g'oyat zo'r, kechirgisiz xatoliklar o'tganlik uchun pul beramiz degan baylarimizmi oqisiga necha asr yilib ketdi. Bu ishning hisobotini bergim yo'q. Bu ishni qilganlar. 20-30 yil o'tdi, bu ishninki hozirgacha biz bir nemisini ko'ramiz. Nurg'ulg'an odamni biz qo'zg'atolmadik. Özümüzün işine özümüz meblag saldıgan kılanmadık. Kılıvatkalı ba, pul çıkarvatkalı ba, Türkiye'de tekim baki, ben onu inkar kılmavatım. Ama intayın az. Çünkü o 2-4 dal, bu pul bilen 4-5 adamdan aldığı berip, bu kıygalık bilen, bizdeki 20-30 milyondan hayat mamatıga kelvatkan bir işini kılıvatkan vakta bu desmi bizge yetmeydi. Bu desmi bizge yetmeydi. Yenidən dəsmirimiz yox, yançığımız boş, əhvalımız boş alətdə. Amma keçmişdə tarixlərdə aşındaq bayatın deyəndə 20 yılın adı yığılğan bolsa, yəni bir tariximizdə 50-60 yılın, 70-80 yılın adı da yığılğan və onu sərf qılğıcılar millətin yoluğa emas, şəxsi yoki başqa şəkildə sərf qılıb etkən bu dostlarınınki hesabatımın var. Ondan başqa bütün qaqsanam qılıb vətən millətin xuddi ücmini qaqqanda qeqib sirip süpürüp pul mallarını müsaade kılıp etken macun yok okşaş, şişse okşaşlarının chet elde erkin yaşap özünün acıyla ölgen tarihi var. Da. Acayip içinçlik. İçinçlik hatta ben bazı soru geldiğini bildim ha. Şuları diyeyim ben, pulu sırtıp da olanınki de. Muşu pulu bilen sen kirip kessen, ben pulunu olmadı sırf koyup durup, Xitay'ın bulap gidiyordu muşu, kirip ketmeme pul pek muyum dedik. Lekin kirib ketdi. O'zi yo'qoldi. Pulmi yo'q bo'lib ketdi. Millionlar, necha million pullar yo'qoldi. Bu biz Uyg'urlarningki topgan ziyonlarimiz son sanoqsiz. Xo'sh, men bu yerda nima demoqchi? Bu bedel to'lash. Masalan, ma'lum nimaninki Mas'ud O'zal Uyg'urlar uchun so'zildi. Shuni. Zo'r bedel to'ladi. Biz kim buning uchun? Ehtimal bu musulmonlik nuqtasidan, Türk qarindoshlik nuqtasidan İnsan noktasından çıkıp durup biz için sözüldü. Ama bizden kancılık Mas'ud O'zal çıktı özümüzün içinden. Bizden Mas'ud O'zal'dan yüzü çıkan vaxtıda başkalar bizden təsirini çıka demez mi? Özümüz hezmisek nime için bir xil ro'yi divançılıklarını her vakit başkalar qilib qo'ydi, başkalar berimiz. Onun üstüge pul berganlarninki hammasininki bizga shart qo'ydiganligini bilyapmiz ya. Hammasining sharti bor. Endi hozir ne xalqimizni qoyil qilib pul yig'adigan bir organimiz yo'q. Ne bir shaxsimiz yo'q. Hatta baylar pul chiqarman desa bu ishini bera oladigan odamlarimiz az. Buni men anglagan. Her tarafdan kelishmadi-da ishimiz hozir. Baylarning qoyil qilib inqilobchi yo'q. İnqilab turib baylarni o'ziga qartib turib iqtisodiyot azroq destek aldırgan baylarni emas, balki bütün xalqimizni safarbarlikka keltirib turib iqtisodiyotni hech bo'lmasa ma'lum jihatdan o'zimizningki ishlarimizninki muddasini chiqadigan bir iqtisodiy mexanizmni hozircha o'rnatib bo'lamiz. Ehtimol hozir Turkiyada ba'zi bir zavodlar qurilib bu ishga kirishtirib qilyapti. Boshlanishdi inshaalloh.
başlanışda yaxşı başlanış bu işlarınki aqsı xeyirli düşsün. Ama bu bedel türeş biz üçün intayın numus qiyğıdak derecede intayın az. Hemimizinki kolumuzda yançıqımızın arlıqıda neçin nuricide var. Musab bek uzun. Onda musabı uzun bolsa bu men uyamni alsam, men uyamni ısıqıda onu aqsı yürsem, siz uyunuzun aqsı yürseniz, yani biz uyumuzun aqsı yürse, hemimizinki kuyruğunu kumbasıdır. Halkımızın ölgen buludu. Bu pul çıkarış fakat biz tölaydigan bedelinin fakat bir kısmı. Bedelinin çoğunu tek tölep bakmadık. Hem de bu yer kelimem bile. Biz de öldürüldük iş kılmadık. Şunu. Ben Nime'de İstanbul'da Köreş Kösen'in efendimninki ötkencili vakatının 10 yıllıkını şunun bir katlaştığım bir faaliyetki. Köreş Kösen'in atalgan bir faaliyetki. Şu yerde bizim Otur Asya'dan kelgen bir ayda malumatlık bir akımız var. Şununla yanmayan oltirap taptım ben. Bana uqturulganda men sözleydigan bolgan ülkeden, nutq sözleydigan bolganda. Men kallamda nutqumni quraştırıp o'tirdim de. Sen o akımız yanında o'tirgandan keyin uzun bolgan köreşmegen dedi, men diqqat qildim, mushu 10dek balla bar ekansizlar, mushu torlarda, mushu ingliz torlarda, Twitterlarda Xitoyga qarshi bek yaxshi narsa yozibsizlar. Xitoyning ko'zi bek qatl etibsizlar hozir dedi bu odam pichirlab. Shundoq bo'lyotidi desam, diqqat qilinglar, men ansirayman sizlarni dedi. Endi bizmi ansiraymiz, ammo ansirab turib bu ishni qilmasak bo'lmaydi. Ansirsak qilmasak bo'lmaydi bu ishni dedim-da. Endi parani to'xtatdim bu amaliyotda. Chunki kallam boshqa yerda, men 18 yil vaqti ko'p paralash qilinmaydi. Ammo bu akimiz yana to'xtamadi. Dediki, Xitoyninki chechenlarga berib yurgan narsalarni bilamsizlar dedi. Nimani o'rganib Xitoylar desam, har qanday bir ishninki 5'ini vayron qilishni o'rganib ketgan. Chechenlarninki, Ruslarning chechenlarni vayron qilishninki asosli strategiyasining birisi Chechen xalqini yetaklaydi deb qaralgan har qanday bir bosh yoki qo'mondonni o'ltirishni birinchi o'ringa qo'ygan Ruslar. Buni Xitoy o'rganib ketgan. Bundan bizning xabarimiz bor dedi. Xo'sh, qo'rqoqchilar hisobda. Bir hesapda qo'rqoq siratida, bir hesapda ko'ngil bo'layotgandek-da, endi bir xil nimadan murakkablikda. Desam, shundan keyin dedim, men sizga bir gap qilay aka dedim. Bizda Xitoy bizni o'ltirgandek bir ishni qilganimiz yo'q-da. Chechenlardek bir ishni qilganimiz yo'q-da. Xitoy bizni o'ltirolmaydi emas. O'ltiradi. Xitoyning hozirgacha bizni faqat bir Robiya Qodir xonimga qasd qilindi. Chiqish qatim qasd qilindi. Mening xabarim bosida hamda. Nima qasd qildi? Chunki Robiya Qodir xonim bir davlatning manfaatiga qarshi chiqib turib, Xitoyni sarosimaga sala olgan. Uni yo'qotish Xitoy uchun cho'qim qilishlik bir ish aylanib qolgan. Buni uchun qilgan buni. Ammo undan keyinchi men dedim, shaxsan men Xitoyning hozircha o'ltirishiga gap arzimasligi mumkin. Men nima demoqchi bu yerda? Xo'sh. Biz to'laydigan bedellar bor. Buning ichida o'lim bor. Ammo bu o'lim shunday bir o'lim bo'ladiki, biz Xitoyni haqiqatan ashning manfaatiga haqiqatan ziyon soladigan, uni sarosimaga soladigan, qo'rqinchga soladigan bir ishni qilgan vaqtimizda, u vaqtda o'zimizning hayotiga insonlik bo'ladi. Bu deganlik beqturishga kerak deganlik emas. O'zimizni qo'g'dimay, Don Kixot qahramonlik qilish deganlikni bildirmaydi. Xo'sh. Ammo ma'lum ma'noda ilib etgan vaqtda biz to'layotgan bedelning qimmatini bizning dushmanimiz bildirib qo'yadi bizga. Biz bilmagan bo'lsa. Ammo biz cho'qim o'zimiz dushmanimiz tarafidan o'ltirilgidek bir ishni qilib ketgan vaqtimizda bu hayot to'liq ma'nolik o'tgan bo'ladi. Buni nima deb qo'yadi? İkinci nimem tügüde. G'aybet tugdimi? İkinci g'aybet tügüde. Üçüncü g'aybet. Sen azat kılgan vatanga herkes kadem basmasman. Bu
ilgirki bizdeki iki inqilabçımızınki arasında yüz bergen bir diyalog. Bunu ben anlagan bununki cık varyantlarım var ama cık yerli değilgen ama asas değilgen gep muş yanda. Gerçi ben cümlenin yüzde doğru diyemesem bu. Ben bunun kimlikiga kızıkmana bu adamlarınki. Ama muş gepning özüge kızıkmana. Bu gep bizge çoğu diye vaqtida iliqi aramızdaki intayın bir qo'rqinchli bir vabo kabi kezib yurayotgan shaxsiy o'chmanlikni bildirdi. Nefretning xato adresi. Nefretning xato adresi. Mening agar meningki masalan shaxsiy hayotimni kelsa normal gap qanday bo'ladi degan vaqtida men sana o'ch, lekin sen menga shu vatanimni masalan sadda desak agar sen ozod qilib beradigan bo'lsang sen mening eng yuksak hurmatimga muhabbatimga erishsa desak bo'ladi asli bu gap. Onun uchun ya'ni bizning barliq dardimiz vatanda. Mening millatimdan chiqqan bir odam u qadar rezgi nakaslab ketgan taqdirdami bir vatanning qo'ldan kelishigidek bu kadar ulug' ishni qilishdimi bir nima bo'lmaydi. Yani aşı gapda bir xil adamning da'vogarninki vatanga bo'lgan da'vosidagi vatanni deymiz. Davosida vatanga bergan ig'irlik bilan nefretga bergan ig'irlikning o'rtasida farq nima? Farq bor. Bütün ig'irlik vatanda bo'lish kerak. Bütün vazn vatan bo'lish kerak. Bütün oy, bütün harakat, bütün narsa hamma vatan uchun bo'lish kerak. Endi bu yerda biz chet elda chiqib bu kadar o'zaro bu kadar o'chirib ketishimizning ma'lum bir sababi shu vatanning bo'lmaganligidan. Hem bu vatanni bizning qo'limizdan tortib olgan shu mustamlikachilik bo'lgan g'azab nafrat ham ustun bo'lishi kerak asli. O'zimizning qarindoshlar emas, balki bizningki dushmanimizga bo'lishi kerak bu. Uningki nishoni bizning dushmanimiz. Bizning ichimizdagi har qanday bir rezgi odammi bizning vatanimizni tuproqni dafsanda qilgan dushmanimizga rezgi bo'lmas. Men ba'zi chaqlarda nafrat kelgan vaqtimizda bizning xalqimizdagi mushu Xitoyga bo'lgan nafratninki u qadar uzil kesil va u qadar keskinligini men ba'zi his qilolmayman. Juda ko'p odamlar his qilolmayman. Bir yerda bir qo'rqinch bor. Bir yerda bir oqiga tortish bor, o'zini tormozlash bor-da kallamda. Ehtiyot bor. Ehtiyot bor. Bizning ehtiyot qiladigan Xitoymi aşı psixikimizning tushunganligidan davomli qistash, tahdid silish vositasidan qo'llanib keldi-da. Shilash emas, yalvurish emas. Yalvurish emas. Chunki bizningki shu qo'rqinchimiz bo'lganlik uchun bizda Xitoyga bo'lgan uzil kesillik bek muhim narsa bu. Üzül kesillik deganimizda ya uyan ya bu yan bo'ladigan, ya mustaqillik ya ölüm deyiladigan mandaq bir ruh bo'lmasa bu yerda jilmonlik bilan adi yaxshi qila yoki bulimi adam emasmi bulimi rahim qilib qila bu deydigan gap bo'lib qolsa hammasi bizni vayron qiladigan narsa. Chunki shartlik narsa dushman bilan bo'lgan munosabatimiz shartli bo'ladi ekan, biz shartsiz vayron qilamiz. Şart degan nima degan gapsa, manda bo'lsa manda bo'lamdiki, yoki manda bo'lib qola, yoki to'xtabdi. Uzil kesillik yo'q. Uzil kesil chek-chegara ajratish yo'q. G'azablangan ekansa, chekik chiqarishing kerak. Bo'lmasa o'ltirilsa. Xo'rlangan ekansa, g'azablanishing kerak. G'azablangan chekik chiqarishing kerak. Chunki dushmanning sana bo'lgan g'azabi u qadar cho'nqur. Men bir misol keltirib beray. Bizning hikoyasi bor. Beyjingda bizning bir qarindishimiz, shu Beyjingda bir yerda ishlab qolgan bir qarindishimiz, bir kuni shu Beyjingdagi shu nimalar
Uyg'ur savdogarlar bir kichik bir rayonni bir qo'roqliq bir yani ijaraga kelib, hammasi bir yer turibdi-da. Bular shu bir qishning kuni toza qayg'ib, toza bozor yaxshi bo'lmagan vaqt bir necha kun turib qolibdi-ku. Turib qolgan vaqtda buni zerikibdi. Zerikkandan keyin bu bizning Bejondagi bu og'inimiz bularga paytopdan birini ilib, paytopni birga o'ynayli debdi. Endi u qo'roqning kichikini bir g'o'ylisilab, u g'o'ylisa paytop o'ynag'il bo'ladi ekan. Shuning bilan bu yerda bu paytopni o'ynab olsa, ayadan bir Xitoy chiqib, varanchoy qilishman yer ketish deb tullabdi-da bularni. Uyg'urlar ma'qul deb menibdi. Ma bola Xitoychini bilgandan keyin g'ururi bo'lganlik uchun Xitoyni oldiga kelib sen nima ish qilda deysa deb chiroyli debdi. Desa men sizni ko'gim yo'q, nerga ketish bu yerda debdi. 80dan oshgan, 90 yaqinlashgan bir Xitoy ayol avo. Bir puti göğe emas, bir yerim puti göğe sen bilgan xotinda, Xitoy xotin. Shundan bu bola debdi, bu savdogarlar, bu zerikibdi. Bularga paytib o'ynab, ko'ngil ichish bo'lsa, asliga kelib qilsa qilili, bir badanchilik ne qilib turdi, buning sana nima ziyni bor desa, mening seni ko'gim yo'q, ovozingni anglig'im yo'q, bildimmi? Ben sen aniq dedim, yo'q deb tullabdi. Shundan bola qo'pab, o'zi xili giroy qilib chiniqqan bola edi. Shundan anadan abalımı ağzını buzuptu. Buzgandan keyin A tarafdan bu Xitoyning bolalari bir 4-5 o'g'li bor ekan, buni ikki ketdi bu balaga. Ammo bu bola o'zi boksyorda boshqa nimalarda yaxshi chiniqqan bola bo'lgandan keyin 4-5ga bo'sh kelmabdi. Ammo uning asl tayoq tegibdi-da. Uyg'urlar ata turibdi. Bular aralashmabdi. Unutib tursin. Bu bola menga deb turdi. Hech qaysi ish meningki yuragimni laxt qilmadi, men dedi. Xitoyning menga tillishi, 4-5 o'g'ilning menga etilib kelib meni o'tiribdi urishib, men Uyg'urlarniki qo'rqanchiq bilan bir taraf shumshib hech qas qilmadi dedi. Tuyuqsiz ko'zam 80-90 yoshda Xitoy xotin uchib qolibdi dedi. Toza qiziq mush shotqa vaqtida. Eli Xitoy paytopni ilib dedi. Bir tal tishi, ikki tal tish qolgan og'izda dedi. Bu tishlab ilib paytopni tishlab bayroq qo'yib bordi dedi. Shu chaqda men bu Xitoyning bizga bo'lgan o'chmanligi ekan. 90 kirib ulay davatgan bir Xitoyning men Uyg'urga bo'lgan o'chmanligi ekan bu. Shu chaqda o'ylangandim men. Bu ish bunday bo'ladi. O'chmanlik degan mana bunday bo'ladi. Ammo bir-birimizga bo'lgan o'chmanligimiz sababidan men bu yerga nima qilmoqchi emasman, vaziyatmoqchi emas. Chunki bu to'g'risida Abduxoliq Uyg'ur 100 yildan beri o'ygan, tuzatlab nima qilamatgan narsa. Faqat diqqatinglarga sunmoqchi. Biz bir-birimizga dushman emas. Biz har qancha nakaslab ketgan vaqtida Xitoyda yaxshiroq bir-birimizga. Ham yaxshi bo'lishimiz kerak. Men shuni deb qo'yaman. Biz qarindosh. Biz qarindosh bo'lolmasakmi, Xitoyning nazarida biz o'qmoqshash. Olimimizmi, zolimimizmi, beyimizmi, kambag'alimizmi, o'tiralroqimizmi, divani tilamchimizmi Xitoyning nazarida o'xshash. Buningda bizning birlashmasga hech banoyimiz yo'q asli. Bana yo'q asli Uyg'urlarga. Xitoyning g'oyat zo'r o'chmanlik oldidimi, bir muhabbatning aslida birlashmaslik amalimiz yo'q. Amalimiz yo'q. Tabiiy kelmaydi-ku bizdan. Tabiiydan kelishi meni ko'zim yetmaydi. Xo'sh. Ammo bir hayvon kabi bo'lsa-mu, bir o'rtaq bir hayvonning to'piga boshqa bir hayvonning to'p hujum qilayotgan vaqtda birlashishga majbur bo'lgandek, shuncha ko'rsam eng ibtidoiy bir instinktlarimizningki xosiyat bilan bo'lsin bir yerga kelmay bo'lmaydi. Ammo qachon kelamiz, qandoq kelamiz, bu Xudoyimga amanat. Oxirida. Xo'sh. Bugun 3 g'aybatda bo'ldik. 3 g'aybatdan bizningki chiqarilgan yakunlarimiz, birinchi g'aybatdan chiqarilgan yakunimiz shuki, bir millatda bir o'lcham bo'lmasa, ishlari qalayim qolishadi. Bir inqilobda bir o'lcham bo'lmasa, nishon aniq bo'lmagandan sirt, shu inqilobning ichida qaysi ideyaga egilarni beshimizda ko'tarish, qaysi ideya egilarni bastirishdan iborat bunday bir narsa, aniq bir chek-chegara aniq ayrılmaydi. Shuning bilan qahramon bilan xoinning o'rtasidagi farq ayrılmagan bir jamiyatda qahramonlik qilishdan ahamiyat qolmagan bo'ladi. Chunki qahramon qilay desimi, bu to'pluq
onu bilmeyden düşünmüyor. Onun qadrini qilmaydi. Bunda toplulukta adamın yüreki laxt olduğu yeri bir ömür özünki milletinin menfaatini hiç çıkmagan bir adamınki hayatını ahir iş ketib namoyish qilib qo'yganligi u bo'lganlar u odam aqlab ketaverdi ki hech kim uningki ma 50-60 yilda nimani sotding qanday sotding degan savolni kamdan kam so'raydi. Men Uyg'urlarninki yili ham qahramonlarning tugmaganligi, yili ham chiqayotganligini bir mo'jiza deb amallayman. Bir millatning ro'yidagi bitmas tugamas bir qarshilik ko'rsatish energiyasini chiqayotgan ish. Ammo realligimizga cho'nqir cho'ksak, qarasa hamma narsa dashqaynak bo'layotgan vaqtning o'zida qahramonning qahramoncha nimasi bo'lmagan. Qimmati. Bu yerda bir hikoyani qisqartirib o'tib shunga birinchi to'xtay. Bizningki bir shaxsiy da'vo qilayotgan bir qarindishimiz bor. Ana ismini atamasam ehtimol bilishinglar mumkin. Bir sorunda bu doktorunun sorunu. Bir devlette. Şu yerda gapdan gap chiqib qilib, shu bizningki mening nazarimdagi, qalbimdagi qahramonimiz, o'zi yolg'iz bo'lishni qilayotgan bir bola to'g'risida gap chiqib qilib, mush bola manda bir aybi bor ekan degan bir gapni qildi-da mana. Shu ishlayotgan shu qishimni matarabga jaqqida qo'yib, shu bolaga ta'addim bilan dedim. Sen ashninki o'zi mush vatan uchun dum yutib, dum qopab qilayotgan ishlarninki 99%'ni ko'rding, shohid bo'lding, hattoki uning bilan aloqang bor. Bilsa, uning qanjig'lab turib, ya'ni yanmay bir qahramonlik ro'yidan ishni qilayotganini bilsa, endi ashning bir kamchiligi ichingni esiyotamdi seninki, qarningni esiyotamdi. Nima uchun yutdamaysan mushni? Nima uchun ashni mening bir qahramonim, mening tojim degin kelmaydi. Nima uchun deyolmaysan ashni? Nima to'sab qoldi sizlarni? Sen 30 yaş vallahi sizler 30 yaş bakın. Nima uchun ko'rolmaysizlar bir-biringlarni? Nima uchun bu qadar zararlik va bir-biringlar sizlarniki? Chunki qahramon chiqmaslik kerak sizlar. Qahramon chiqib qolsa, sizlarning qo'rqinchliklaringlar, shaxsiyatchiliginglar, rezillikinglar ichilib qoladi. Shunga har qanday bir odam maqtalsa, cho'qim urkish yutish kerak. Shu zaman bularga qahramon deb qaraldigan, ham qaralish kerak bo'lgan bir odam chiqsa, uni cho'qim shu zamonning o'zida mayr bo'lmaydi ekan. Magip bo'lmaydi ekan. Hattoki bak kiygan kiyimning mayri bo'lmaydi ekan degandek bir bahonani cho'qib tepishinglar kerak. Bo'lmasa uxlayolmaysizlar. Chunki yuragingni qanitdi aning qahramonligi. Vijdoningni uyuldirdi. Suv tashlaydi. Xo'sh. Ya'ni vijdonimizga savol qo'ydi. Vijdonimizga savol qo'ydi. Chunki aningki nimasi favquloddiy ish. Biz qilolmayotgan ish. Şuna ana yandırıp sordum. O eğer sen alicine olsan aşının kılavatka işini bir hafta işini taşıp baka kança kılırsan ki sen. Ben bana bir işte ilgirese onunla. Hele çık yaptığını kılıştınlar. Mak sen bu ma bir yaptığını toktudun mak. Başkalar nurgun yaptığını kıldınlar. Hoş. Hemen alicinalar. Söyümlük ali cenaplar. Aşının orada bir hafta çıkıp bakalım da olsun. İşini taşıp baka. Aşının kıyığa işini onda birini kıp bak bir hafta. Anladıyken meni aldım kelib, onun bombaylıgan tarafını yoki u qilayotgan ishninki bombaylıgan tarafini deb bakmagan. Dedim. Bu hammamizda deyolmayman, xilichiq odamlarimizda bor bo'lgan bir xil qahramonni ro'yida o'ldirish bir xil psixikasi bu. Qahramon chiqarg'izmaslik. Bunun erishilgan foyda o'zidagi nimani yoshirishmanda. Üstteki şu nimeni, hiç kim kahraman çıkmasa bir gap var, bir hikaye bulunduğun, sevimligin biz hemimiz oğrayı dediğin çok. O çıkmadan ki ne, hem takımı okşaşın, koyava onu, koyava onu. Hemimiz koyavasa kim kaldı bir yerde, hiç kim kalmaydı. Onda kalması şu dediği vakta, oturdım biz çıkıp, bizni koyava digizmeydiğin, klamaşın dediğin bir adam çıkmaydı otursun. Şundan o, özünün beharaman şu hayata kalıdığın gibi. Çünkü koyava degan adam chiqmay, hammamiz koyava demaydigan bir adam chiqsa, tura o'rnidan qilamanni deb qolib qolsa, bir mo'j badal to'laydigan ish qildi. Ikkinchi temamizga kelamiz. Ya'ni qahramon bizni ro'yi jihatdan emas, amaliy, real jihatdan badal to'lashning zaruriyatini his qildirdi. Ham shunga rag'batlantirdi, hattoki bizni shunga majburlay oladi.
Ama bunu biz tayyormi? Buni tayyormiz. Uni xohlamaymiz. Chunki biz badal to'lashni xohlamaymiz. Qahramonimizga ergishtirib, u da'vatgan nishonga berishni xohlamaymiz. Xudoy. Xohlaganligi qanday qilishimiz kerak? U qahramonni yo'qotishimiz kerak. Uni yo'qotgandan keyin u deb aramida qolamiz. Hech kim bizni avor qilmaydi. Gap bu yerdagi. Keyin nima degan vaqtda badal to'lamaslik. Shaxsiyatchilik. Qo'rqinchoq. Xo'sh, meningki bugungi temam tugidi mushunlar. 1 soat uchimizni yishgan to'q tugidi endi savol bo'lsa men javob beraman. Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan endi savol so'rasanglar bo'lgan bo'ladi aziz qarindoshlar. Liksiya programmalarının ortaq alayidligi oldi bilan ustozlarimizningki liksiya taqdim qiluvchi muhtaramlarningki so'zini bo'lmaslik va mazmundan chetlanib ketmaslik uchun jimda turib anglash, ondan keyin savol qabul qilish tartibida ketayotgan. Shunga hozirdan boshlab savol so'rasanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Ben bir qarab bakay savol tushganlarning ichidan savol tashlay. Nima uchun Uyg'urni aldaydi, bir-birini shundoq zarlaydi, bir-birini qo'ydi deydi, ya'ni bir-birisiga zarar berdi degan bir savol tushib. Qaysi jihatdan qo'yash bu, iqtisodiy jihatdanmi? Iqtisodiy jihatdan turdi endi. Endi bu qo'yashda endi eliqi Uyg'urlarning o'zi uchun bir telefon keldi, telefon bakalım. Telefonga javob berdi. Assalomu alaykum. Yaxshi, alaykum assalom. Kimligingizni bir deyib o'tib, ana lekin savolingizni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Mening ismim Mehmet Ahmed. Men Amerikadan telefon qilyapman. Xo'sh. Bu programni men hozir keyin anglab qoldim endi. Bütün programga qatnashamay qoldim. Xo'sh. Bir savolim bordi, bo'lsa o'yish baqsanglar. Xo'sh. Demak, yo'g'on savolim biz Uyg'urlar tarixdan buyon o'zimizning qahramonlarimizni qanday qadrlashni bilmaydi ekanmiz. Yoki bo'lmasa o'zimizningki chiqqan, ishimizdan chiqqan liderlarni qanday qadrlab, izzatlab ishlatishni bilmaydi ekanmiz. Undaq bo'lganda biz qanday qilganda mushu bizniki kamchilikni tugutib, qahramonlarimizni qadrlaydigan, liderlarimizni izzatlaydigan, obro'yini qiladigan bir psixikani yoki bo'lmasa odamiylikni yetkazib bo'ldi bu savol. Rahmat. Javobini anglab bakalım. Xo'sh. Yaxshi savol bo'ldi. Endi bu liderlik nazariyasida liderlar ikki xil bo'ladi. Birisi tug'ma lider bo'ladi, ikkinchisi yasalgan lider bo'ladi, yoki o'zini yetildirgan lider bo'ladi. Cho'ng jihatdan aytgan vaqtda men tug'ma liderga ishonmayman. Ammo yaqinqi zamondagi shu boshqarish ilmi va liderlik nazariyalarining ko'p qismi yetilgan liderlar ama zo'r bir saytlarni ajratib, bunun mumkinchiligini bo'ldiganligi va liderlikni o'rgangili boshqalarga qiyg'il bo'ldiganligi to'g'risida nurg'unlagan misollar keltirib, bularni shu yaqin zamondagi pozitiv liderlik tug'ilmasimi yaratqili bo'ladiganligini yaratqili bo'ladi deb qaraydi. Bizden endi tug'ilgan liderlarmi bor, ammo yaratqili bo'lgan liderlarmi bor. Ko'z oldimizda nurg'unlagan odamlarimiz bor. Endi bu intayin murakkab, bizning ishimiz bek murakkab. Liderlikdan tushmayman, chunki mening liderlik tushishimning sababi nima degan vaqtda bir qadam orqasiga olsam, bir qahramon chiqqan bo'lsa, mushu qahramondan orqasidan bir liderlikning, mushu qahramonning liderlikka chiqishi bir qadar oson bo'ladi demoqchi. Ya'ni bunda bo'lgan vaqtimizda qahramon o'zining favqulodda ideyasi, harakati va boshqa ishlar orqali bizningki hurmatimizni qo'zg'aydi, ishonchimizni oshirdi va uningga bo'lgan aqidamiz bilan uning orqasidan ergishadi. Bu chiqayotgan qahramonlarimiz bor, bularning yoshlarimiz chiqyotdi. Endi bizga o'xshash qirilayotgan bir millat uchun hozir qahramon tug'ilmagan bo'lsa, qahramonni biz yaratmasak bo'lmaydi. O'tganda bir nimamda so'zildim men. Xitoy jinida ashu savsav degan Liubi deganning nimasida savsav Liubi qilganda savsav qilolmaydi, savsav qilganda Liubi qilolmaydi. Ammo savsavning ashu bir liderlik yoki bir strategik
iqtidarning borligini bilgandan keyin Liu Bei 3 qitim hatta aşı g'ururi yo'q ham uning tursin. 3 qitim ziyorat qilish oxiri uni jangga billa olib boradi. Bizdimi agar hozir bizda chiqayotgan yoshlardan, bo'lib yoshlardan, chunki men cho'nglardan umid kutmayman, men qatorliq hammamizdan. Yoshlardan chiqayotganlarni yetildirishimiz atrofida bularni bag'ansir ularningki kamtik taraflariga ko'zimizni yumib turib, ba'zi chaqda bir gapni egizpas deb qolgan bo'lsa, to'xtabdi deb ishlab turib, boshni yetildirib, aqsiga bag'ansir ulashmasak bo'lmaydi. Bizga mukammal liderni hech kim bermaydi. Liderimiz tug'ilmagan bo'lsa, yetildirmasak bo'lmaydi. Tug'ilgan liderimiz chiqib bo'ladi. Biz yeteklab bo'lgan bo'ladi. Yeteklangan bor. Hozir shuncha ekkeldi. Ammo buningdan keyingi ishlarimizda, eng muhimi buningdan keyingi ishlarimizda biz yeteklashimiz kerak. Hammamiz bir aqsimiz bir chekinishimiz kerak. Chunki biz ilgari bizda ba'zi liderlarimizda yoki boshqalarimizda qahramon bo'lishga tegishli badalni to'lamay turib, lider bo'lishga aldirab ketganlar bor. Bu bir. Ikkinchisi, hamma odam generallikni o'ylab ketib qolsa, bu qo'shin askar kim bo'ldi? Askar bo'lishimiz kerak ekanmiz. Hammadan oldidan o'zini askar o'ringa qo'ymagan bir millatdan general chiqmaydi. Nimishqa? Chunki u shon shuhrat o'zining shon shuhrati uchun kurash qilgan bo'ladiki, bir qo'shinning yoki bir armiyaning va bir davlatningki, bir qo'g'iruvchi qisminingki vazifasini ijro qilgan odam bo'lmaydi. Bizda mana bu kamchil narsa nima degan vaqtda oldi bilan bizda askar sifatida turib qahramonlik ko'rsatib, o'zimizning qo'ldan keladigan bir qahramonlikni ko'rsatishimiz kerak. Anandan keyin agar qobiliyatimiz bo'lsa, ustiga chiqib bag'ansir chiqsak bo'ladi. Ama ham xiyolga berilib biz oddiy bir usulni bilanlar millatning nimasi antamanda qilib ustiga chiqiblar millatning bir vatanni bir gap bor, millatning dadisi bo'lashga aldirash deydi. Manda qilib qolsak bek yiqilib ketib qolamiz. O'tganki bizningki degan programmamiz bir gap bo'ldi-ku, xalq bek sinch keladi. Kimni qanday qarab bilib olaydi. Ammo bu xalq shundan bir vaqtning o'zida bek mukammallikni izlab kesib bo'lmaydi. Mukammallikni izlashning o'zi kasalmanlik, abaman degandek. Bizdagi hozirgi o'ttirib chiqayotganlarimizning ichida hech qaysimiz mukammal emas. Aniq bo'lsin. Ammo mukammalsizligimizningki darajasi o'xshamaydi. Chunki bu qahramonlik va liderlikda, yoki qahramonlikdan kelib chiqqan liderlikda xarakter inta muhim o'rin turadi. U bilimli bo'lish kerak, xarakter jihatdan yetilgan bo'lish kerak. Xo'sh. Endi bizda yana birisi Xitoyda bizda yetilgan bir nimasi Mao Zedong sindromi bor kallamizda. Uyg'urlarning ba'zilari. Bu nima degan gap degan vaqtda Mao Zedong sindromi degan gap chet-elga biz mavjudiyatda Xitoy Mao'dak madaniyat inqilobidagi asoratning tufaylidan kam kuchsiz, tuman minglar yashaydigan, hamma ishida g'alaba qiladigan, mufassal bilimga ega, jahonni o'ngtay qila oladigan mujda g'oyibi hem ham xiyolsimon bir odamni kutamiz. Bu xatarlik. Biz oddiy bir odamni yetildirishimiz kerak. Aramizdan chiqqan, bizdan sal yaxshiroq bo'lib, bizni boshga yalasınlar, buni aqsiga o'zimizdan cho'ng egosini qo'yib turib, agishimiz kerak. Uni ro'yjatini o'ltamasligimiz kerak. Ya'ni kichkina narsani tutuylik qilib uni sesitib yoki boshqa qilib uni qilmasligimiz kerak. Bo'lmasa bizdan qahramon tug'ilmaganlarga tug'ilmadi, u yo'q-ku. Ammo yetildirish mumkinchilik valini vayron qilamiz. Endi oxirgi gapim, hozir Uyg'urlar o'zini yetaklaydigan bir odamga u qadar muhtoj. Ammo bu odamga haddidan ziyoda hamma ishimizni hal qiladigan odam deb qarasak bo'lmaydi. Chunki bizning ishimiz bir ikki liderning ishi bilan hal bo'ladigan ish emas. Ammo liderlik chiqmasa bo'lmaydi bizga. Bir qilishimiz so'rabdi, sizningki da'vo yo'ldagi eng cho'ng tayanchingiz nima deb bir savol chiqdi. Meningmi? Meningki eng cho'ng tayanchim albatta yaratuvchi Alloh. Bir hikmat bilan yaratdi, bir vazifa bilan bu dunyoga ofirat qildi deb tushunaman. Ikkinchisi meningki Uyg'urlik kimligim. Men asli bu ishlarga mustaqil olmaz u deb kirmagan men yosh vaqtlarimda. Faqat men kichik bir vaqtimda bir Xitoy tarafidan
Bizning aş Qoroda urulgan men. 7-8 yaş vaqtlarımda Uyg'urlar o'yin ko'rgan shu chaqda. Umumiysiz o'yin ko'rgan. U kichik vaqtda u meni Uyg'urchiqda cho'ng qilib aytdi. Shuning bilan shu vaqtning o'zida men Uyg'urlik kimligininki qanday bo'lganligini men his qilgan. Millatimning qanday ekanligini his qilgan. Meni qarshimda turgan, meni urgan odamning qanchalikligini his qilgan. Shuningdan keyin menda cho'g degan vaqtda dafsanda bo'lgan bir odamninki dafsanlikdan qutulish uchun cho'qim badal to'laydiganligini men shu joydan tartib his qilib, shuning uchun tirishib kelganman. Shu vaqtda mustaqillikdan ko'ra menda dafsanda qilingan g'ururim yoki men qatorliq Uyg'ur deb atalgan va Uyg'urlikdan nomlangan barliq xalqimizningki dafsanda qilayotganligini va bu dafsanchilikdan qutulishningki eng muhim bir ish ekanligini shu joyda his qilib, men shundan chiqqan. Keyin endi mustaqillik boshqa ishlar siyosiy e'lonlar etilishdan bo'ldi. Bu ikki endi uchinchisi endi bu jiqyali kelib ketib qoldi. Qisqacha desam, men haqiqatning haqiqatni demak turay, men bizning ishimiz g'alaba qilsin, mag'lub bo'lsin, hamon qilaman bu ishni. Men cho'qim mag'lub g'alaba qilaman deb bu ishida emasman. Chunki men uchun harakat qilmaslik eng cho'ng mag'lubiyat. Ama g'alaba qilolmasak eng cho'ng mag'lubiyat emas. Chunki menda xo'rlangan, qirilayotgan bir millatning ziyolisi o'rnimizdan turib, bu ishni qilmasak, bizning bu dunyoda yashaganligimizning hech qanday bir ahamiyati bo'lmaydi. O'zimiz aqlab bo'lolmaymiz. Vijdonimizga yuz kelmaymiz. Uyg'urlarda ba'zan atalmış kollektiv milliy pastlik boshqa millatlardan bo'lganmi? Uyg'urlardagiga o'xshash. Agar bo'lgan bo'lsa, bu millatlar bu xil pastlikning yıldızını qanday o'zgartgan? Bilsem shu nimani alayli, g'ayvatchilik alayli. Men ehtimol dastlabida men g'ayvatchilik faqat Uyg'urlarda bor ish bu deb o'ylab ekanman. Keyin bu İngilizlar bilan birga ishlash jarayonida men İngilizlarning g'ayvatni bizning oshirib qilganligini ko'rdim. Nurg'un ishlarni bizning oshirib qildik ekan, bizdagi chiqsat ekanmiz ba'zi Uyg'urlarcha, talabga imkonlar. Hem onun ustiga men bor yaqinda Uyg'urlarning farzlari deydigan bir kitobni o'qiyapman hozir. Bu kitobda mushu turmushimizning hamma qismiga oid farzlar bo'lib ekan. Bu bizning hayotimiz farzdan to'shgan hayot ekan, bu Uyg'urlarning hayoti. Har bir ishimizga bir farz bor ekan. Hamma ishimizga demakda. Demak biz o kadar ro'yxat qilib ichida nima yashagan bir millat ekanmiz. Shuning uchunmi ko'p jihatlarda erkin fikr qilishimiz, dunyoni tushunishimiz nurg'un jihatlarimiz bo'ldi ekan. Shuning qatorida nurg'un illatlar bo'lib ekan. Endi mening bu gapni deyishimdagi sabab nima degan vaqtida Uyg'urlarningki boshqa millatlarga o'xshash güzel tarafları, rezil tarafları yoki nurluq tarafları, xira, qarang'i tarafları bor. Bu hamma millatlarda bor. Ammo mening Uyg'urlarnikida tushunolmaydigan ham ichimdan xursindigan bir yerim Xitoydan alini. Xitoy dushmani bilan kelgan vaqtda cho'qim birlashadi Xitoy. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi maslakda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi o'lkadan bo'lishdan qat'iy nazar bir dushman bo'lib Uyg'urga kelgan vaqtida Xitoyning men o kadar inoqligini men ko'rdim. O kadar uyulligini men ko'rdim. Urumchida ishlayotgan vaqtimizda men bu ishni his qilgan. Biz buni muzokara qilgandik. Bu Uyg'urlarga mana hozirda bizning da'vat qilimiz bir yerga kelanmasligimiz, mushunda kelanmasak men hozirga qaqshashdan misal harsindigan bo'lib qoldim. Shunda bayram bo'lamiz. Men qaqshab baqaman, yana biz qaqshab baqadi. Ya plan bo'lmaydi, chechilib ketaymiz. Hammadan o'zining gapini qiladi, oxirsi bayram bo'lamiz. Birlashamaymiz. Anandan keyin buning yana bir varianti bir-birimizga o'chmanligimizni ilish uchun boshqa bir millatga, hatto o'zimizning dushmaniga tizlanganmiz biz, tizlanlar ekanmiz. Mayli biz Appa Xo'janikidan ko'raylik, mayli biz boshqa shu 2-chi Cumhuriyet vaqtimizdagi Abdukerim Abbosovdan keyin yan andikidan qilishdan Appa Xo'janidan hech qanday farqi yo'q qilyapti. Shu nima? Elixon To'rdan iborat shu diniy kuchlarga kuchi yetmagandan keyin
kommunistlarga sig'inish va kivinish orqali ani obro'sizlashtirdi, yoki xoinlik qildi. Atrik o'tib ketdi ekan Uyg'urlar. Dushmandan qisos olish uchun. Hatto hozirmi men buni bir qatim degan. O'zaro bir-birini nima qilish uchun Amerikaga chiqayotgan, yana bizga chiqayotgan. Mening beshimga keldiki bu. Mening beshimga keldi. Ben Amerika'nın nimesiye kirip 4-5 saat aktarıldım. Mesela. Bizge haber geldi, biz seni aktarımız değildi. Bilip oldum. Şu 1000 yıllık tarih 4 saatlik kallandım öttü. Ben çekiliptim yani. Bu şu. Degan g'aybat bo'lgandan keyin hammasi shaxsiy tajribalarga bog'lanib ketib qoldi degan. G'aybat qilishning psixikalik asosi nima? Bu xil psixika boshqa millatlarda ig'irmi, mexanizmni topganda shunaqa mos holda doğrusini topqili bo'lamdi deb o'ylab qoldim-ku deydi. Mening temam bu g'aybat to'g'risi emas. Deb javob beray bu savolga. G'aybat qilish hamma millatda bor. Abay dedim, İngilizlarning g'aybat qilishi Uyg'urlarniki besib tushidi. Men ishlagan İngilizlarniki. Ular o kadar çandırma, o kadar usluluk ve akıllılıkla kılıdı ki, hatta bazı bu g'aybat emasini deb qaymoq qoldi ekan. Bu bir. İkincisi g'aybat qilishning bir nemisi roli, shekildagi aktiv roli adam boshqalarninki bo'lmag'ul yerlarini devilish orqali o'zining turmushda taqqan zehni psixik jihatdan tulib yoki balans qilinishga intiladi. Ko'rdingmi, angladingmi? Amandalapti. Ana manda ishtirib ekan, ko'rdingmi deyish orqali turmushdagi o'zining baxtsizligiga azroq tasalli topadi. Bu nima tarafi? Ammo mayli dinimizda bo'lsin, mayli axloqda bo'lsin yoki boshqa tarafda bo'lib qolsin, g'aybat qilish yaxshi ish bo'lmaydi. Chunki biz boshqalarningki turmushini, turmushdagi shaxsiyatini so'rab chiqib, uni boshqa jamoatning oldida sharmisor qilgan bo'lamiz. Chunki bu yerda bir gap borku, biz şu shaxsniki aşkıl g'aybatni qilganimizdan şu shaxsniki nima uchun aşk ishni qilganligi yoki nima uchun ayda bir ishning bog'liqi to'g'risida cho'nqur bir tajribaga ega emas. Uni chegirini tushunmaymiz. O odamninki dardini biz bilmaymiz. Uni bilmay turib, biz uning baho berganda qilish shakldagi g'aybatni qilsak bo'lmaydi aslida. Bu boshqa turmushga aralashishdan boshqa yana boshqalarga beshamlarcha baho berish bu g'aybat qilish yana bir nimasi. Qatorliqlar. Uyg'urlarning kollektiv psixikasini boshqa millatlardan selishtirgan shakldagi tadqiqotlar bormi? Millatning kollektiv psixikasini selishtirishning ilmiy metodlari cho'q debdi. Bu yaxshi savol. Millatningki kollektiv psixikasini boshqa millatlarga selishtirib chiqqanlar bor, masalan, deydi, masalan, Rezil Cumhuriyet degan bir kitap var. Mesela Çolor Cumhuriyet degan bir kitap var. Şimdi bu Xitoy millatininki psixikasini ichib bergan. Deyli, değil mesela. Ama bunun qanchalik ilmiy asosi bor degan vaqtimizda endi hozir ko'proq tajribaga, ya'ni bu deganim sonliq asosga dala tekshirishiga o'zaro savolsiz qator ma'qul shakldagi epistemologiyalik, ya'ni bilish nazariyasidagi ma'lum amaliy real bo'lgan masalalar bilan analiz qiladigan bo'lgandan keyin bir millatga aldirab boradi bo'lmaydi. Ilgari bu baholar yamanchiq berilgan. Mesela İngilizlar manda, Ruslarning xarakteri manda, Uyg'urlarning xarakteri manda degan gaplar bek oddiy deyilgan. Hatto biz İngilizlardan 4-5 odamni bilibla, İngilizlar manda ekan degan yakunga kelib olgan. İnsanning kalasi shunda ishlaydi. Chunki insonlar umumlashtirish qobiliyatiga ega. 4-5 odamni ko'rgandan keyin İngilizlar manda ekan emasmi deydi. Nima shunda deymiz degan vaqtda uni umumlashtirib olamiz, to'g'ri. Umumlashtirgan vaqtda dunyoni oddiylashtıramiz. Çünkü bizdeki dünyadaki murakkab bir qechish xohishimiz bor bu bir. İkincisi İngilizlarni bir formulaga selib olsak kallamizda, ularni oddiylashtırib olsak, ular bilan bo'lgan badi keldi, muomalada qijilinib ketmaymiz deb qaraymiz. Ba'zi foydasi bor buningki. Chunki unda bo'lgan vaqtimiz deb kategoriyaga solamiz, manda qilamiz. Shunlarla nima qilamiz? Ishlarimizni asara qilib olamiz. Ammo
Buna bir xatarlik tarafi nima degan vaqtda biz 4 inglizni bilib olgan bilan 5-ingliz 4 inglizdan o'xshamay qolib qolsa, uning bilan bo'lgan muomalada qiynalib qolamiz. Chunki biz kallamizda shunday bir oddiy formani tuzib olgan bo'lganimiz bilan bu formasiz 5-inglizga tushmasligi mumkin. Tushmay qoladi. Shunga qanday tadqiqot jihatda umumlashtirish xato, ammo ommaviy munosabatda umumlashtirib turmas. Bu kallamiz avtomatik umumlash. Masalan, deyli inson bilan bo'lgan muomalada ikki savol davomli kallamizga kelib turdi. Masalan, yot odamlar uchrashgan vaqtida psixik jihatda birisi bu odamga ishonsam bo'lamdi, ikkinchisi bu odam bexatarmi? Amalda bir gap, ikki savol bir gap ma'yotda. Bu ishonishga bo'ladigan odammi degan gap. Masalan, Amerikada biz kartellikning bizni oldiga kelib qolsa, kallamizda bir qator formulalar bor shu kartellik to'g'risida. Sizlar Gollandiyada bir Gollandningki yoki Dachning oldiga kelsanglar, kallangda Dach millat to'g'risida bir qator nimalar bor. Ana lekin u ayol bo'lsa, kategoriya ayolning kategoriyasiga tushadi. Agar u ayolning qo'lida bir masalan bir velosiped bo'lsa, ham qo'lida bir gul bo'lsa, u texnik kichik bir kategoriyaga tushadi. Bag'an sayıdagi do'stlarni xaslashadi yani. Yani nimka xaslashadi. Biz insonlar bunday qilamiz. Nima turmushda. Ammo bir millat bu yomon murakkab narsa. Masalan, men o'zim shaxsida men hozir Uyg'urlardagi farzlarni o'qib, Uyg'ur o'zimning millati haqidagi qarashim xeyli zo'r deb o'zgarib ketyapti. Jiqlarni tushunmaydi ekanman men. Shunga ilqi aldirab bir millatni tushunaman deb selishtirishga bo'lmaydi. Bu yomon murakkab narsa bu. Telefonni paqili. Assalomu alaykum. Ovozingiz Nahmadan bağlandı. Özünüzden tanıştırıp ondan keyin savolingizni qo'ysangiz, marhamat. Bunda assalomu alaykum. Men Kanadada yuribman. Men Mehmet. Xo'sh. Bayatınız program to'liq ko'rib, shunda xush bo'ldim. Alloh razı olsun. Amin. Shunda yaxshi bo'lgan fikrlarni, ham nurg'un ishlarni aydin bo'lgandek his qildik hamda. Xo'sh. Demisimi bu muhaciretlik hayatımızda hemimiz tekş birleşsek muş paranlarını kılımız belki bu mu gayret mi ya ki gayret emas mı işli kılıp Mevtunlarla efendim şunda rahmet ettiniz bir hafta yüzümüzün tunuğandaki olduk demisimi meyli çoğunlar olsun meyli yaşlar olsun hemimiz yüzümüz layık bu eğitlerimizden bakken ottağın sorduğumuz hemimiz mi şu bu eğitlerini, başkalarının hatalıklarını buraya tabi ortaklaşkandaki bulunmaz. Benim ki demek ki belki bir gipim yani sormakçı olan sualım Mehmet efendim. Hoş. Biz şu ötkenmiş çoğunlarının ki şu hem hareketlerini anlaşırlık, fikirleşirlik bir xil mükemmel bulmagan hem de tuluk, düzdüz bizge rehberlik kılalaydigan bir birlikninki rolunu oynaydigan derece yetken çağda teşkilatlarımızın hemmisiga ortak bir oy fikrini oturup koyup yüzümüzden bulmagan yoki başka milletlerden bolsun yoki burunki rehberlik orundan pensiyaga chiqqan çoğun rehberlerini bizge bo'lgan ilqi istaşlıqı bor biz uchun bir qilib turishni xohlaydigan pensiyaga chiqqan cho'ng siyosiy ulamolarni bizga shunday rahbarlik qilib unda xayr qilib ishlatish bir mezgil va yoki boshqalardan foydalanib bir mezgil hamma tashkilotlar qo'llagan sharoit ostida boshqalarni bir rahbar qilib bir siyosiy yo'nalishni ma'lum mezgilgacha oltirishning o'zi to'g'ri bo'lamdi yoki to'g'ri bo'lmaydi misollarni biz sizdan anlagan bo'lsak. Çünkü bu paranlardan şu bizimizden sorunları da buldu. Çokum Uygur buluşu şart olmaydı dep qaraymiz lazımız. Çünkü doğru yolu başlatmayalım. Neticelerini ekek beyaz buldu dep muş fikirlerini değiş kalımız. Çok sizlenmişin bir ortakmış baksak rahmet. Maksimum. Bu mandatçı ihtimal bu meninki ilgili meni şahsiy o'zimni o'tkazgan xatolar bo'lishi mumkin. Yo'qolayotgan bir millat yo'qolmaslikka barliq kuchida intildi. Masalan deydi, biz bir cho'lda eziqqan bir xalq bo'lsak, cho'lda eziqqan xalq har tarafga pitirayotganlar. Pitirashgan gap borku Uyg'urcha bilasizlar. Qo'y pitirab ketdi degan gap, qo'y bo'rining hujum uchirsa, taraf-tarafga chechilib ketadi-ku.
Biz hozircha pitirib ketgan bir podaga o'xshaymiz. Hammamiz har tarafga chechilyapmiz, qichilyapmiz. Kallamizda faqat shaxsiy jinimizni olib qolsak bo'ladi degan. Chunki qo'rqinch, vahima, sarosima o qadar cho'ng bo'lgandan keyin hammamiz nima qilyapmiz? Har tarafga qichilyapmiz. Agar mush vaqtning o'zida aramizdan birisi chiqib, to'xtanglar. Banda qichiversak, hammamiz arilib, bo'lingan bo'riya degandek qilib yana teqidimi bayram bo'lamiz. Uningdan biz qolsakmi, billa qochaylik deydigan bir adam lazım bo'lganda. Shundaqmi? Bu adam bizning yetakchimiz bo'ldi. Eng oddiy misolimda. Bu yetakchi bizga chiqish kerak deydi. Shunda bo'lgan vaqtda biz qancha izlib, qanchalik bu qorong'ilikda iziqqan siri biz bizni yetaklaydigan odamni shunday ideallashtiramiz. Shunday bir odam chiqsa bizdan, bu odam har tarafdan yetishgan bo'lsa, bizni mana shu pitrashdan qutuldirib, bir yo'lnish hech bo'lmasa to'xtanglar to'xtab, bizni bir doiraga yig'ib, bizni qo'g'lig'ini mavo, bo'rilar, avolimiz mavo, aramizda manchilar qo'yba, bizning kuchimiz meyadan meyaqcha, biz ma'ni qila olamiz deb mushkatni deb birishimi bir g'oyibi bir odam chiqish kerak deymiz. Bu normal bir psixik kutish, bir kollektiv bo'ladi bizga o'xshash qorong'ida nima qilishimizni bilmayotgan, chipirlayotgan bir kollektivdan vatandagi turib tursin. Ma chet eldagi muajiratliklarninki dardimiz bu. Endi biz psixik jihatdan shu bizni yetaklaydigan odamga haddidan ziyoda umidni kuchaytirib qolgan gap hozir. Bu odam hozirning o'zida ehtimol faqatla bizni to'xtatib qo'yapti, to'xtab turinglar. Yoki aramizdan mendam yaxshi biz chiqqacham deb to'xtab turinglar deydigan bir odam bo'lishi mumkin. Yoki bizni yetaklaydigan odam bo'lishi mumkin. Ammo kimga muhtoj mina vaqtlarga to'xtanglar deb bizni to'xtatadigan bir odamga muhtoj. Qag'inda turib tursin taxir. Ya'ni bir tormozga. Bir tormozga muhtojdik hozir biz. Bu tormoz tutilmayapti bu. Ya cho'ngimizni tutilmayapmiz, ya kichkimizni tutilmayapmiz. Ya yoshlarimiz tutilmayapti, ya cho'nglarimizni tutilmayapti. Ini qo'li cho'nglarning ekanda. Yoshlarimiz shunsa bular tutilmayapti-da hozir. Qanday qilishimiz kerak? Bu cho'ng bir masala bu. Ikkinchisi üstbirlikning gapini qildinglar masalan. Agar biz to'xtanglar deydigan, bizda bir ulug' var bir doya chiqmasmi yoki kallamizdagi mavzuning asoridagi bir doya chiqmasmi? Hech bo'lmasa hammamiz bir gapini bir jib o'tirib anglaydigan, qo'lni naga shilsa, shu yerga qaraydiganmi bir odamga ehtiyoj bor hozir bizga yerda. Ya'ni bu odam bizga o'xshash qonlan go'shtni tutgan, ortiqchilikim bor, kamchilikim bor, shunday bir odam bo'ldi. Xiyoliy, rivoyat sima shaxs emas, oramizdagi bir shaxs bo'lsa-mu, shu odamni shu üstbirlikdagi bir nimada saylab chiqsak, shu saylagan vaqtimizda yoki boshqa bir shaklda chiqargan bo'lsak, shuning gapini anglab to'g'ri tutib olsakmi cho'mishdi bizga. Shunda savolga kelsam, biz bir necha yo'li bor buningki. Birisi umumiylik saylam qilish kerakdir. Ben yamanchiq deb ketdim bu gapni. Umumiylik saylamni qilishning sabab nima degan vaqtida, sabab umumiylik saylam qilgan vaqtimizda hamma odam e'tirof qiladigan bir odam, mayli u qancha odam bo'lishidan qat'iy nazar to'xtanglar deydigan, shu to'pni to'xtatadigan bir odamni o'tirg'i chiqarib, uning iqtidori yetmasa, uning iqtidorlarimiz, bog'larimiz atrofimizdagilar shuni chandumay, apmanab u 3 yil bizga faqat shu to'rmizcha rol o'ynab bersin bo'ladi hozir. Bizni qutqizamiz mayli. Chunki abay dedim-ku, bizni qutqizish unda oson emas. Ammo bizni to'xtatish oson bo'lish kerak dastlab. Ham bu bek muhimdir bu. Bizni qutqizish uchun necha avlod liderlar chiqishi mumkin. Bunga ehtiyoj bo'lishimiz mumkin. Bu turibdi sanadimi o'zida. Hech bo'lmasa hozircha bir boshqaruvchi, bizni bir to'xtatqichi, tormozlig'ichi qo'lini shiltib nima da'vatsa, bu yerda biz bor deydigan bir odamga ehtiyojimiz hozir biz. Yomon cho'ng emasda ehtiyojimiz amaliyotda. Qanday qilamiz? Nima uchun üstbirlik deyilyapti? Nima uchun üstbirlik o'tirib chiqyapti? Ilgari basmayapti. Chunki hozir men qatorliq o'tirib chiqyapgan, bo'y ko'rsatayotganning hech qaysi bu ish kelmaydi. Nimishqa imtiyozi bor. Aqs agishayotgan, uni pudayotgan, murtlar bor. Sen eng eslisan. Yoki biz Uyg'urlarni aqs achqimiz deyotganlar. Ammo hech qaysi achqanmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Hech qaysi achqanmaydi. Buni yamanchiqda qatib deb ketdim. Ammo bular
Yani muş millet içi ağırıp oturup çıkıp bulaptı üstü birlikte bizim teşkilatımızı saklap kalaylı ama bir adam çıkıp bizden toktaptı. Nerede nerede ne kitabımız hazır? Xitay nerede biz nerede? Dünya nerede? Qanday qilamiz? Dediğim bir adamni şu saylamdan çıkışıga yol mu koyulmadı da? Xitayning mi qo'li var bununda? O'zimizning mi qo'li var bununda? Hech kimning kuchi yetmaydi. Mush ishni qilolmayotganligimizning o'zilla bizningki kelgusi ishimizning ne kadar murakkabligini bildirdi. Ne kadar qiyinligini bildirdi. Ama hiç bu kadar qirg'inchilik tilla o'zimizning irodasi borliq ishda hozirmi shu? Şuna sualına özü bir cevap verirken bir sual var şu. Ben yanıl yaşlardan ümit kütüyorum. Ben yamacıklar kettim bu gapimden. Çünkü yaşlarda biz çoğunlardaki birbirimizge boğan o kadar tarihi kesinlikle, ölçmenlikle, hissiyat haltılır yok. Biz aklımıza esi oladıgan. Bir kadar sap dep qarayman. Ama ensireyme çünkü bizim nurgun nersi jıqqanlıqını körüp atımı. Yaşlarda. Eğer bizden kelgisiz boğan yaşlar bizni doğrap kalsa bu bizim nes basqını olur. Bizden mi ilgiri, bizden mi ilgar, biz kılanmagan ne, hem bizdenki tabiatimiz, kallımız ve başka işlerimiz yol koymagan ne, bula yol koyalış gerekti. Hem işini mi ama yani nurgun hırslarını biz kılıbatını. Hem şu cihet ilipetka vakti elbette ziyari bula sütümüzden biz ya başkalar yaşlarını kollap olarak yerden verişimiz gerek desler. Fakat bombaga vakta hazırki mevcut tüzümünü ağdırıp taşlaş gerekti. Hem taşlaş gerek. Eğer birleşik kembilse hem beni taşlaş gerek. Yamancık dep kettim. Red kılış gerek. Ağızga ergeçmesi gerek. Dünya ve karakterde baykut kılış gerek. Bunun kembi gelmiyor. Baş amal yok. Senin ağızdan karaydıgan ya başla biz ne? Ya başlagalığa ergeç. İşte yol koyaş gerek olarak. Başlamaydı sen red kılımız seni deyiş gerek. Bu saklap kaldığı vakit yok. Biz məsləhətləşidigan, uzun sözlüğün söhbətləşidigan işi yok oluş gerek desler. Biz hazır bir-birimizden yüzüge qaraydigan, siz qıpbəslər, akımız qıpbəsin, ma tağımız qıpbəsin deyə iş yok bu. Bu qanılan bulduğun, canılan bulduğun, neç milyon xalqnınki ceniga, qiniga igi çıxıdigan bir iş bu. Gayet zor mesuliyet var iş bu. Kılanmağından mesuliyeti sürüştürüş gerekti. Biz bu özümüzün içindeki mesuliyeti sürüştüremezsek, bizni kırvattan Xitayning mesuliyeti qanday sürüştüremiz? Özümüzü sorak tatamızsak, bizni veren halka Xitayning qanday sorak tatamız? İş özümüzün başına iş gerek. Yani şimdi deyme şu var şu. Ya ergeçti ya ergeç. İkisinden birisi başka üçüncü yol yok bu yerde. Ergeçtiremedikense ergeçtiremediğinde ergeç için gerek. Mecburi ergeç için gerek. Bunun iş gerekti. Hakikaten sildin kelsin dep tuzluq oturgan emas kim qalcılık kılarsa şunçılık qılması olmaydigan bir ciddiyet üstüde. Yani maşının töpüdün pes çüp kütüvatı da anga qaysimiz kelsak kelip turmazı bir desmek lazım hazır. Aşındaq bir vaziyet doğru keldi. Qarindaşlarımızdan bəziləri depte o kadar ilim bilen izleniş bilen kilovatkan bir nimeniz var, sapayınız, nimeniz salayetiniz var. Muş salayetiniz bilen özünüz bir fikrini oturup koyup yeteklep mağsanız olmamı degen talepler var. Bundaq bir nime bolsa ben yeteklesem ben buzdagan da kılıma hazırkı nimeni çok bütünle buzup aşı Onte kılış nimen saranlık tutulganda kılıdı endeki saranlık degen nimemde siyasi saranlık lüşçeylik maddemiz igir kelemdiken ama ben yanıl yaşlardan ümit kütümen. Ben degine menin özümde meseleti belginim yok. Ben buluşum gerek, yaşlar bilen bildi bolume, bu işten kılımen. Ama silahım çıkınlar. Yaşlar çıkınlar demek için ben. Yaşların seferberlik kılmak için. Şuarımız şu olsun. Ya ergeçtür, ya ergeç. Ergeçtüremeydikense bizge ergeçler çıkış gerek. Şu vakti ben yeni anladım bunu. Bu
inqilab bo'ladi qarindoshlar. Mayli sen partiya qurgan bo'l, mayli sen demokratiya yo'li bilan manaman degan bo'l, mayli sen mustaqillikdan qanda bo'lishdan qat'iy nazar bizni agashdi hozir. Albatta, nishon aniqlash kerak. Cho'qim mustaqillik qilish kerak. Buningda mening boshqa nimam yo'q. Ammo mayli Sharq Turkiston bilan Uyg'uriston buning oldida men ma'taraf qo'yib turibdi. Ben qiziqib ketmayman bunga. Chunki biz hozir bu narsani qilib ketganimiz yo'q qarindoshlar. Ahmetcan, bu leksiyani burun tugatsak savollar jiq duch kelayotganmizda. Unda emas, bugun asli savollar bugun sal ko'payib qolibdi. Uzoq so'zlasak savolni az oladi ekanmiz, 11 xil bo'ladi ekan, ammo tez tugatsak savolni jiq oladi ekanmiz. Bugun sal qarindoshlarningki savoli ilhomi kelib qolgan chig'i bor. Agar menga to'g'ri kelib qolsa, agar men qilish to'g'ri kelib qolsa, hammani buzaman. O'zim chiqmayman, lekin boshqa birisi chiqadigan, xalq e'tirof qiladigan birisi chiqishga kuch chiqarman. Men qilib qolsam, o'zim chiqmayman lekin. Hammani buzaman. Lekin hozir emas. Men yana da yoshlarning chiqishini kutaman. Ya'ni yoshlar yaxshi. Assalomu alaykum opajon. Aleyküm assalam. Xo'sh, savolingizni yoki so'zingiz bilan. Hemen programın başından beri küravatımın. Assalamu alaykum Nebican Efendi. Ahmet Efendi. Ben bir adı bir şikayet gap kusturay dedim. Ben Ankara'dan okuyorum. Ben bu şu Nebican Efendi'nin iki fikri koşuldu mu? Şunu buzmuş. Ankara'dan bizimizmiş şu. Mehmet'imin Alar'dan. Mehmet'imin Alar Efendi. Üzümüz biz parlamentini kurup, üzümüz etip, müşah gelmeden fikir kılıp, müşah kesin diye maksatı parlamentini etip, halkı ilan kılıp, bir kılımız isek, ne diyizim diyendeki yakşı olmadı da, çünkü bu Uygur'unki nim puluva dava koyduğun, ya ki üzüne içi kırmayırken davanın için, müşah seksin oturup koydum, ben bunun layıkı koşulum ben, müşah yana birisiymiş, ben Nebican Ala Efendim'e, Yakma üstü birlikte ziyalelik çıkıplar, gap müşahede ekrandan xelalıqçı. Mesela muşu bizden kıygan avazı fikrimizge Nebican Efendi bir fikir kıldı mı, oylaştı mı? Üzü işlik kirmeklik. Şu bunu bir Nebican Efendi'deki ziyalelerimiz bunun ait gap ekranda gaptılan koyma. Muş konuda taşına altı koyup üzü kırış gerekçi. Muş yan ekimliğe baha verip, bunun baha vergen ziyaleyim yok hazırgıca. Hiç bizden karşımız var. Bizim mesela kurallık güreş kılımız yok, herkes kılavatımız, tiyarlıkımız var. Bu şuna hiçbir yakın kirelik emez. Şuna mentimiz Ala Efendim'inki bu yerde digene müşahedem kaldı ekranda oturup. Öyle oturup digen müşahedemle paran aşkına kaldı da. Şu an müşahedem her birisi kırış kirek bu işin işçiye. Kırmige vaxtımızda... Adı Rupocan, sizin gepni anladık. Sizler aldı bilen gepanla bir şey ekilip, bir viviskanla birleştirenler, ondan kalkan gepni değişiler. Cima? Aşağı kıldı. Bu şimdi özü bir başlasın, ya başlığına çıkırsın demek için, emeli hareketini gözlesin. Ya fikir olsun, keliye verdik en çok Ziyadelerin fikri. Ziyadelerin fikri çıkıdı o, ketmen bilen boluk çıkmaydı o. Cima? Allah'a emanet. Benim cevap verişim zörür emes oldu o hem de. Eğer kıstırılmış olsa anlayımız. Hoş. Sualı tüken olsa... Yani bir sual var. Mevcut teşkilatlarının asas hatası nemi sizce edepti? Mevcut teşkilatlarının ki asaslı hatası hem de artışçılıkımızcık, hatasımızcık. Asas hatası diye vaktimizde mesela mevcut teşkilat, en çok teşkilatlardan mesela Dünya Uygur Kurultayı deyimiz. Dünya Uygur Kurultayı'nın özününki şu kurulgandan tatbik edilen hizmetleri var. Muayyeleştirilen hizmetleri var. Özü kılanmagan hizmetleri var. Kılalaydıgan kabiliyeti batırıp kılanmagan hizmetleri var. Hem hata kılan hizmetleri var. Hem de bir Uygur'un bir teşkilatı. Bir Uygur'un teşkilatı elbette bir Uygur'un ki cemaati bilen üzdürüvatkan devletinin klimat, siyasi klimatlar ve dünyanın ki Xitay'nın klimatları bilen katarlık nurgulgan amillarının ki rol oynayışlarını bağlayan bir neyse.
Menimki Dünya Uyghur Kurultayıdan deydiğinin muş gapning hammasi mesela üstünlüğünü belgiledi deb mesela e'lon qildi go. Mesela üst kurulma tugidi deb. Aslında bu üst kurulma bunda olmaydı. Yoki bu Türkiyədəki 3 efendim 3 professor deyəvatlar üst kurulma bunda emas deb qarayman. Bo'lmasa mening uning o'xshamaydi yoki hech bo'lmasa. Yani bu yerdagi gap nima degan vaqtda u bir necha tashkilotni bir ikkilabla bir tag'ani ichiga selibla tag'irim to'shdi deydigan ish emas bu. Bu nim bo'ladi, hozirgi gap nim bo'ladi degan vaqtda hamma odam o'rtaq qo'llaydigan, ham gapini anglaydigan, ham bizning hozirgi ishlarimizda masalan qanday qilishimiz kerak, nega mangimiz, kollektiv bir qadamni qanday olamiz degan bir masalalarda bizga yo'l ko'rsatadigan hech bo'lmasa bir guruhni dunyoga bu Uyg'urlar ko'rsatish kerakdi. Amaliyotda bundaq ishda tajribasi bir qadar boshqa tashkilotlar yaxshiroq bo'lgan Dünya Uyg'ur Kurultayı mas'uliyati intayin cho'ng bo'ldi. Men ishkimni ichib qo'ydim, kelmamsa deyish bir xil gap. Del mushiyat bizning shu do'konni ichib qo'ydim, kesilingizga kel davolayman degan uslub bugungi mushu bizning real ahvolimizga mayli tashkiliy jihatdan bo'lsin, mayli bir ilmiy nuqtadagi odamning nuqtasidan bo'lsin, bir mos kelmaydigan tarafi bordek. Yo'q, bu yerda ichib qo'ydim degan bilan bu sürgün hükümet bilan bunun o'rtasida bir dialog bo'lmasa, misol deylik, sürgün hükümetdan ish turibdi madrabda. Diyalog bo'lmasa, ishga ichib etdim degan vaqtida, masalan, ichib etdim kelmamsa deb qo'yib, bunda ish bo'lmaydi. Xalqqa cho'kash, xalqning maylig'ini qo'lga keltirish qadar nurg'un masalalar bor bu yerda. Ziyolilarimiz bor. Bularning qo'llashi bo'ladi, nima qilish bo'ladi. Bu turibdi so'ng üstü birlikte Dünya Uyghur Kurultayı eğer bo'lib qolsa, şu üstü birlikten barlıq hakikaten bir grubunu kurup her sahadan adamla babında. Çokum özünle çapını götürüp adamı jığıp alsam, şu özünle ne gitse hemeden itiraflısı erişmeydi o. Hazır mesela 60-70'ini jığıptı. Şunlar üstü birlik çügüdü ma. Çıkken bolsa neymiş bugün yani şu sualla oturup koydu mesela bugün bir şeyde. Neymiş hiç koyar oldu. Çünkü halk razı olmaydı. Sen fakat göç göstüp öksetivatsa bir yerde davattan gap emas, bu davat deyilatgan gap kütülayotgan ümit bu emas. Sen çoğun teşkilat, sendek teşkilat 50 yılda çıkmaydı bo'lgandan keyin sen bizning beşimizga chiqib her sahadagilarni ekilib turib qanday qilamiz buni hech bo'lmasa bir muzokara qilib chiqish kerak. Men millatning beshi kelayotgan ishda her sahadagilarni agar u vaqtda uli kelmagan vaqtning o'zida anadagi men ishni ochgandan desam ulgursam bunda. Bir haqiqiy bir siyasi samimilikle elbette bu bir karım karşı gap bu siyaset samimilik bu şey ama tersiş bu. Bir siyasi samimilikle sen o kadar kurumlaşkan bir muassese bo'lgandan bunun için sen hakikaten bir haqiqiy bir real bir xalqning bir nemisi qo'zg'idek bir şekilde bu ishni olib boratding. O 3 professorning og'zini tuvoqlaganda qilib qo'yishdan ish bitadigan ish emas. Uni sana tavsiya qilyotdi. Bunu bir boz ekan deyotdi. Abay balının sualı şu, bazı ziyadeli var, sana tavsiye kıldı, o işini kılmaydı. Yoki kılanmaydı. Bazı var, bazı stratejisi var, tavsiye mi kıldı, o işini mi kıldı. Bazı ziyadeli var, tavsiye mi kılmaydı, o işini mi kılmaydı. Ama bizim davatlarımız, 3 ziyadeli tavsiye kıldı. Onun için bu 3 ziyadeli tavsiyesi hakiki bir gün tertip keliş gerekti. Çünkü ular halkımızın yürek sözünü aslında durup, tövende durup, oturup koydu. Koduma qo'puchong degandek bizga o'xshash so'zlaydigan, quruq gap qiladigan ziyolilar yig'ib amaliy ish qiladiganga shu Dünya Uyg'ur Kurultayı sürgün hükümetdek yoki boshqa tashkilotlarga haqiqiy bir nimada kelishimiz kerak demaydi. O'rtamizda nurg'unlagan ixtiloflar bor, shaxsiy ixtiloflar bor, ideologik ixtiloflar bor, siyosiy nishonjat ixtiloflar bor va boshqa ixtiloflar bor. Bularni bir tarafga qayirib qo'yib, hech bo'lmasa bir ramkani o'tirib qo'ya olsak bo'ladi. Bunu koymuşsak kim koydu bizne? Bunu elbette 2. Cumhuriyet'e o'xshash Sovet İttifaqidagi bir davlat bo'lgan bo'lsa, hammamizdan beshig'ini nagana tiklab bo'lgan bo'lsa, yaman oson kelatdiq bu ishga. Shu aqimizni bunda qilgan bir davlat bo'lmadi, bunda qilib ketyapmiz. Buni tushunmayman. Endi bunda bir davlat hozircha bo'lmayotgan vaqtning o'zida qanday qilish kerakda? O'zimizdan chiqish kerakda bu ish. Hech bo'lmasa o'zimizdagi tashkilotlardan, cho'nglardan chiqish kerakda. Agar unda bo'lmay qolib qolsa,
To'g'ri, kimning gapi to'g'ri. Men mi so'zlab qolaman, yana bisim so'zlab qoladi, 3 professor so'zlab qoladi degani. Ziyan kimga bo'ladi? Ziyan hammamizga bo'ladi. Xalqqa bo'ladi. Ziyan hammamizga bo'ladi. Allah razı olsun. Ma YouTube'dan tushgan savollar biraz boshqa mazmunga o'tib ketdi ekan. Shunga ba'zan savollarga kirmadim. Menimcha shu bugungi nima mishada to'xtasa bo'g'dak. Ko'p nima bo'ldi? Ilgirlashlar bo'ldi burunga qaragancha herhalde. Qarindoshlarımızdan ko'pinchisidan talab va pat-pat ko'rib turgan bo'lsak degan. Buningga bir tirishchilik ko'rsatilsa, hech bo'lmasa hozir shu so'zlaydiganlar jiqilib ketdi, ammo qassob so'ysin, qo'yni qassob so'ysin degan fikrlarni jiq bozorga silindi, tavsiya qilindi, jiq insonlarning yaxshisini tutib silkigan bo'ldi. Ammo o'ttirdi qassob yo'q. Malullarda da ciddi kutkuzuş tegishli bo'layotgan nurg'un narsa ishlar bor. Ammo o'ttirdi qassob yo'q bo'layotgan bir qachilik bo'layotdi. Shunga qassoblik qilayotgan qarindoshlarni qo'zg'atadigan fikrlarning o'ttirib tushishiga talablar xili ko'p. Agar bo'lsa Ahmadjon, mening tavsiyam mushu ishbirlik to'g'risida boshqa sohadagilar agar bu sizga emas, uni anglayotganligimni da'vatim fikrini qo'yib bir iqlim shakllantiringlar, bir fikr iqlim shakllantiringlar. Biz ziyoli birosimizdan biz har vaqt yenildi bor, buni bir harakatga aylantirishimiz kerak. Abay deganimdek biz saqlab tursak, sizlar o'zlaridan deb kelsak, eng oxirsida yo bizga rahim qilmaydi ekan bular, yo bu sorunni bu yoshlarga o'tinib bermaydi ekan bular, yo bu ishning yaxshilanishga kuch chiqarmaydi. Qanday qilishimiz kerak? Qanday qilamiz menda bo'lgan vaqt bilmasdan? Cho'qim o'zimizning taqdirimizni o'zimiz qo'limizga ilishimiz kerak. Bizler tirishchilik ko'rsatdik, ammo ko'pincha bu haliqi top o'ynagan bir maydonda top o'ynasa 11 odam bilan o'ynaldi ekan, eng azından 3 odam bilan o'ynaydi, birisi vartada turib 2 top tepsa. Bunda va avvalosida buningga eng so'z qilishga, javob berishga mecbur yoki salohiyati eng muhim deb qaralgan nuqtalardagi insonlardan biz har xil aloqalardan javob ololmadik. Ularning ko'z qarshida, tushanchisida bizning ekranlarimiz, xalqimizning sadosini ulashtirish tirishchiliklarimiz fitna fasod bo'ldi. Tirishchiliklarimiz qabul qilinmadi. Bu haliqi otaning bo'lsa bola shu, podshoning bo'lsa puhra shu deb bugungi dunyo marka dunyosi bo'lib, markani yo'g'on qo'yib, ichiga quruq g'aldig'ashni qachilaydigan Chashanbazning samsiga o'xshash shug'ulligi uchun ko'pincha narsalar asli viviskisi nomini qo'llaniliq, ammo ichi bo'sh. Ichi bo'sh islom, ichi bo'sh iymon, ichi bo'sh nazariya, masalan, har xil narsalar. Ya'ni aslisi boshqa, markasi boshqa. Bu shaklda avvallar ko'p bo'lib ketganlikdan shuning bir alomati yoki bir shuning ta'siridagi bir mas'uliyat deyishki bo'lamki, bilmayman. Sizlar bakrak bu falsafadan tushungan ekan, ma'aydan mendan yaxshiroq shun. Ammo biz qo'limizdan kelishini tirishdik, lekin asosan so'z aylanib kelib yana bir nuqta kelgan chog'da jutdi. Endi bu yerda hozir nima kelsa, javobgarlik kelsa, bu javobgarlik bugungi o'sha xalqda. Xalqimiz xalq ovozi aylantirsa fikrlarni. U chog'da andikin bu masalani yana takror o'ttirib ilib chiqib, hatto mayli nada bo'lsa ushqashtirish yoki qo'limizdan kelmasa biz bu yerni tutib turamiz, keldiganlar qilsa bo'ladi. Ash shaklda bo'lishini biz tirishchilik qilib boqali. Boshqa qarindoshlarmi o'zining fikrlarini deb baqdiga o'xshaydi, bir telefon qilib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozingiz naqmaydan bağlandı. İsmingizni deyip buna dekin. Ben Gülfiye Kanada'dan. Belki sorulup boğan buluş mümkün. Ben sel keçikki bırak açtım programını. Yani üstübirlikten gelip çıkıp kaldı. Hazır şu emimiz izdiniz içide emdi. Vaziyet keskinleşken sıra. Üstübirlikni ben anlığan aş vaxtır 3 ustazın gibini bulup mu? Şu qarlıq malımınki üstübirlikni tunuşturğan vaxtıda bir yuqori derecelik bir birlik bolsa bu yaxşı bir
mazmun aslida deb turib masalan bu taftish bo'lish kerak mushu jamiyatlarning Turkiyadagi ahvolini da'vatirg'u hamda hisobot qilish kerak deb bilqi mushu hisob so'rash kerak deganda bir xil diktator bir ses ovoz chiqdi-da hamda men shuni anglab turib o'ylagandim hamda bizning shu Sharq Turkiston jamiyatlarning hozir ishbirligi kamchu coordination masalan mamtili ma'lum case study qildi case management qildi shu social work da masalan shu case management deganda nurg'un mutaxassislar birga kelib bir ishga odamningki ahvolini mundaq discuss mundaq nima munozara mulohaza qildi nima qildi hal qilgan yo'llarni tanlaydi endi bizning hozirgi vaqtda shu jamiyatlarning o'rtasida ishbirligimiz nihoyatda ba'zi jamiyatlarning babosimi do'stlarning chiqishganlar mundaq bir xil shakllanib qolganmiki deb o'ylayman endi ishbirlik deb üst desakmi üst degan kelimaning o'zimi uyg'urchami turkchami uni bilmayman endi bir coordination yoki ishbirligi bo'lgan ish bo'lib qolsa Sharqi Turkiston ish hamkorlashish birligi deb ismni pek yuqori qo'yib o'tmay mavjud tashkilotlarga tahdid qiladigan ish qandaq bir nima qilmay bu bir qul fidoyilik bilan xalqningki xizmatini qiladigan mushtaq bir ideya bilan bir dünya Uyg'urlar Sharq Turkiston mustaqillik ishbirligi deb mundaq bir nima qurilsa texmi yaxshi bo'larmidi deb bunda ba'zim o'ylab qolman. Siz da'vatgan hozirgi ismdikini uningdanmi chiroyli ism bilan boshqalar qurdi shu 50-60 tashkilotni shuning ichiga kirib ashta qurilib bo'ldi sinan deganing musho deb bo'ldi. Shunga siz usti birlik to'g'risidagi fikrlarni biroz izlanib bo'lgandan keyin endi fikr qilsangiz bo'ldi ekan. Hozir mush mazmunga aloqador boshqa savollaringiz bormi yo'qmi? Men kechikib qoldim da qayman to'liq anglamay qolgandan keyin. Ben bana cevap vereyim ama uyumu sorma. Ma'qul. Men efendining ma'tazrat qilib ma nimada bir gap bor inglizcha shu hemşirimizin degan birimiz case coordination degan bir gap bor bu ma coordination deganimiz masalan deydi masalan men bu benim 5-chi chiqib o'tgan bu bizningki bir panohlik tilgichi Avstraliyadagi bir panohlik tilgichi o'zini o'ldirib olmoqchi bo'ldi. Saqchi tutildi, doktoran qapal in qildi. Şundan biz endi bu ağzı bizningki ularga mulozimat qilishimizga qaytarib berildi bu. Men bosh qo'ygan program shular program etdi. Shu programmada biz saqchidan bir odamni, ro'y kasalliklar mutaxassisidan bir odamni, anadan buning shu rayonda turayotgan yana bir ro'y kasalliklar qaraydigan bir yerda bir odam bo'ladi. Hem doktorxonadagi adam qatorliq 4-5 odamni yig'ib turib 2-3 qatimdan bir yig'in ochamiz. Shunda bir jiddiy avval bir odam o'zini o'ldirib olmoqchi, qanday qilgan vaqtda mushuning o'zini o'ldirishni oldini ola olamiz degan nimada. Shuning bilan ham masalan saqchining degan gapi bilan, psixologning degan gapi bilan, doktorxonadagining degan gapi bilan, bizning degan gapimiz bilan bir yerda bu odamga nisbatan bir mulozimat qilishdan bir umumyuzlik bir rasmi siziladi deydi. Kimning nimaga mas'ulligi, qaysi vaqtda qaysi ishni qilganligini to'g'risida nima qildi. Endi gapim qaytib kelay. Koordinatsiya, ya'ni moslashtirish Uyg'ur tilida, moslashtirish mexanizmining qurilishi intayin muhim. Uchta birlikninki oldidan qildig'ini moslashtirish bo'ladi. Men 3 mutaxassisning degan gapidan boshqa o'zimning shaxsiy qarashim deyb bu yerda. Moslashtirish bo'lgan vaqtda hozirgi chechlangan ahvolimizdan bir narsa yaqin kelib, jiddiy ahvolda bo'layotdi. Uyg'urlarning kishilik huquq qonuni ma'qullandi. Nima ishlar bo'ladi, qanday qilamiz, qaysi tashkilot nima qiladi degan mush bir nuqtani bo'lsa-mu ko'p taraflamadan, ko'p yerdan odamlar, jamiyatda odam kelib bo'lsa-mu jiddiy bir yig'in ichishimiz kerak. Misol, bunda inqilobchilar bo'ladi, faoliyatchilar bo'ladi, ziyolilar bo'ladi, yana boshqalar bo'ladi-da. Bir 10-20 odam meningki go'zal tushimdan xiyolimda elib ketgan. Bunda bo'ladi bu. Hamda bizningki yana birisi bu ikkinchisi buningki gapining to'g'ri bo'lishi muhim. Diktator degan gapningki agar Qarliq apandi diktator degan bo'lib qolsa, bekmi xato gap emas bu. Chunki Uyg'urga kamchil bo'lgan diktator hozir. Yaman erkin bo'lib oldik yoki erkinlikning ostida turib o'zimizningki shaxsiy g'arazlarimizni jiq yo'rg'iltib ketyapmiz hozir. Samanni tegib so'zni jiq yugurtib o'tib boramiz. Diktator bo'lgan bo'lsa, bu gapni deb o'tmaydim. Bir yer kelib bo'lgan bo'ladi. Shu diktatorni turg'izolmay halakchilikda turyapti. Diktator butunlay diktator emas.
şu nimeninki koordinatsiya mexanizmining yanida biz şu adamlarni bütün dünya boyunca e'tirof qiladigan adamdan 10 saylab chiqarsak, şu adamni qo'lini shilsa, boshqalar aldirab bir ishni qilolmasa, bularmi vatanninki jonajon manfaatiga xilof qiladigan ishni qilolmasa, ammo o'zininki normal muassasadagi ishini qilib ketadi, u boshqa gap. Ammo cho'ng ishida şu koordinatsiyaning şu adamlarninki gapi gap bo'ladigan bo'lib qolsa yoki ma'lum darajada gap bo'lsa, bu vaqtda hozirgi ahvolimizda bir qadam ilgarilagan bo'lamiz. Ana bundan artıq küçülmə realistik bo'lmaydi. Amma bunu qılanmaslıqның özü hozirgi ishimizning önümünü nəticəsi elə keyinki çəkindirdi yoki elə nima qoydu. Elə kechiktirib qoydu. Bu xil bir vizyon var mening kallamda. Məşində əgər bu saylan bilan çıxmay qapqasa, yəni bir monç gap bo'ladi. Abay deyishdi-ku, bu millatni to'xtatadigan yoki yog'i chiqayotgan bir nima to'xtatadigan vaqtda hammamiz bir adam e'tirof qilmasligimiz mumkin. Agar hozir bir odamni e'tirof qilishni barliq keltiramasak, o'rnidan chiqarib baqili. Bir mezgil yurib baqili, koordinatsiya shakllantirib baqili. Aningdan keyin biz texnikada mukammallashib, haliqi mashina qitilish deymiz-ku, azroq haydalgandan keyin o'zaro bir-birini kelgandan keyin aningdan keyin bir odamni chiqarsak bo'ladi. Qadam bosqichda qilsak masalan. Agar buni qilinmay üstü birlik fikri çıkıştan ilgirimi bazı qarindoshlarimizni mesela Avustraliyadagi Nurgul Saud xonim, ondan başqa Ruqiya Turdish xonim o'xshash boshqa ziyolilarmi va Erkin Akram apandilarmi aql ombiri qurish to'g'risidagi fikrlarni o'ttirayotgan. Ya'ni ijobiy fikrlar asli. Aql ombiri masalan hozir siltayotgan o'n odamning mavjud keltirish uchun bir tuproq. Aql ombiri faqat aql beradigan nima azroq nazorat qiladigan, azroq haydakchi qiladigan, azroq qo'lini junuydigan bir nima bo'lmasin bo'lmaydi. Bizda dedim bu ma'lum darajadagi diktatorga sat olindi. Lekin ma'lum darajada o'zini idora qilish iqtidorini azroq hozirlagan bir mexanizm bo'lmasa bo'lmaydi. Bizga kerak bu bo'ladi hozir. Chunki hech kimning gapiga bo'ysunmayapmiz. Yoki hech kim bizning gapiga ishondirmayapti. Qanday qilish kerak bunday vaqtda? Yılığı 60'ga 600 yığılan sanlamış, yığılğanın akısı mağmatını mağala. Bu bir paket. Eğer sen mangaz alsan, hemimiz manişimiz gerekti bununla. Bu yerde üstü birlikte edilen neyse, sen bulutun elbette. Bunda neyse koşun hacet yoktu. Şu mağmağandaki kandak kalış gerek diye sual çıkmadı bir yerde. O senkten oylap, benim nezerimde onu oylap kalsak, yaman tüvel derece oylagan bulunmaz. Ama eğer yaman kadem basmışlıkla bu aramızdaki birleşemezlik o kadar inik ve hiç kimini özgertlenmeydiğin bir takdir olsa elakminullah. O vakitte şu think tankni yoki akıl ambarını birini kurup o'tlasak bo'ladi. O akıl ambarları bağ o mesele. O gap bu emas. O aqlni berolmayotgan ish yo'q. O aqlni ijro qilinma. Harakat qilindirilmayotgan ish. Ijro qiladigan bir koordinatsiya noqsi yo'q biz bo'layotgan gap bizda. Tamam. Allah razı olsun. Undaqda başqa yana qo'shib qo'yadigan mazmun bo'lmasa, keyingi qapqoyda boshqa qo'shib qo'yadigan nuqtalar bo'lsa. İşte mal bo'ldi, ma'qul. Bo'ldimsa Allohga omonat. Unda bo'lsa ko'p rahmat. Aldığımız fursatlarda inşallah tekrar ko'rish umidiyle sizlarni Cenab-ı Allah'a topshiramiz. Rahmat. Aman bo'linglar. Allohga omonat. Muhtaram ko'rmanlar, aziz qarindoshlar, bugungi program bu yoqqa qadar bo'ldi. Yoqtirib ko'rib berganingiz uchun ko'p rahmat. Do'stlar, tavsiya qilib qo'yishni unutmanglar. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.